Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Barchalaringizni O'zbekiston Beverly Hills kompaniyasining bosh ofisidagi navbatdagi seminar qismida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bir-birimizni hurmat qilgan holda uyali aloqa vositalarimizni o'chirib yoki ovozsiz rejimga qo'yib qo'yishingizni so'rayman. Marhamat. Rahmat. E'tiboringizni monitorga qaratishingizni so'rayman. Ko'rib turganingiz Beliver kompaniyasi. Beliver kompaniyasi 1920-yil tashkil topgan Yaponiyaning Shishida Syoka korporatsiyasi bilan 49 yilga shartnoma tuzish orqali o'z ish faoliyatini boshlagan. Shishida Syoka korporatsiyasi Yaponiyada eng yirikligi miqyosida 4-o'rinda turadigan, mahsulotlar sifati bo'yicha esa dunyo bo'yicha qariyb bir asrdan buyon birinchi o'rinda bermay kelayotgan yagona korporatsiya hisoblanadi. Bu o'z navbatida bizning loyihamizni olgan sertifikatlari. Keling, kompaniyamiz haqida qisqacha ma'lumot berishni boshlayman. Beliver loyihasi o'z maqsadini 3 maqsadni oldiga qo'yish bilan boshlagan. Birinchi maqsadi sog'liqni tiklash uchun, inson o'z sog'lig'ini tiklash uchun. Ikkinchi maqsadi tibbiy madaniyatni rivojlantirish. Uchinchi maqsadi esa yosharib kelayotgan kasalliklarni oldini olish va qo'shimcha daromaddan foydalanish. Aynan mana shu 3 mahsulotni oldiga qo'ygan holda 2016-yildan beri, qariyb 10 yildan beri butun dunyo bo'yicha 35 dan ortiq davlat mana shu loyihada o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Aynan mana shu loyihaning asosiy mahsulotlaridan biri bu faol marjon kalsiy hisoblanadi. Faol marjon kalsiy Yaponiyaning Okinawa orolining dengiz tubidagi korallardan olinadi. Ko'rinishi shaffof, nozik, yillar davomida aminokislota, vitamin, minerallarni tarkibiga singib, novot shaklga kelib qoladi va aynan Yaponiyani Okinawa oroli atrofida yashaydigan qabilalarni uzoq umr ko'rish sirini o'rgangan vaqtida ularning asosiy oziqa turiga aylanib ulgurgan mahsulot hisoblanadi. Yapon olimlari buni tarkibini ko'rib chiqib, o'rganib, tarkibida esa dengiz minerallarini asosan Mendeleyev jadvaldagi 60 dan ortiq minerallar tashkil qilishi va buni tanaga singish darajasi o'ta yuqori bo'lganligi uchun asosiy mahsulot sifatida tanlab olgan va Yaponiyaning Shishida Syoka kompaniyasi nanotexnologiya orqali tarkibiga ximikat qo'shmasdan, qattiq jism bilan zararlamasdan, havo bosimida insonning hujayrasini ichiga kira oladigan darajada kichraytirgan tarkibiga esa sigir sutidan olingan fosfat, vitamin D3, maytalashtirilgan dioksid kremni qo'shib, so'rilish darajasini yuqoriga ko'tarilgan. Asosini esa kalsiy tashkil qiladi. Bilasizmi, kalsiy yetishmovchiligi global muammoga aylanib ulgurdi, to'g'rimi? Va hozirgi kunda globallikda SPID bilan rakdan ham yuqorida turar ekan. Ko'p inson aytadi, Nilufar, siz aytgan mahsulot kalsiy ekan-ku. To'g'ri, kalsiy osteoporoz, suyak iligi, suyak to'qimasi massasining yemilishiga sabab bo'lmoqda, yetishmovchiligi yoki kalsiy yetishmovchiligi anemiyaga sabab bo'lmoqda. Qon kamlikning o'zi ham 20 dan ortiq kasallikni keltirib chiqaryapti, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa mushaklarning qisqarish faoliyatini buzilishiga sabab bo'lyapti. Insonni emotsional turg'unligini oshirib beryapti va aynan kasalliklarni yengishga, immunitetimiz tushib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ko'p kishi aytadi, Nilufar, siz aytgan mahsulot kalsiy ekan, keling, kalsiyni aptekadan olsam ham bo'ladi-ku. To'g'rimi? Men sizga aptekadagi kalsiylar bilan tanishtiraman. Biz uchun juda ham hamyonbop bo'lgan, hammabop bo'lgan kalsiy bu glukonat kalsiy. Ko'rib chiqqaningiz. Glukonat kalsiy 11 gram iste'mol qilsangiz 1 gram so'rilar ekan. Tasavvur qiling, 11 ta kalsiy yedingiz, bittasi tanangizga so'rildi. Qolgani qayoqqa ketadi degan savol tug'iladi. Ko'p kishiga savolni berganimda bir javob beradi. Bilmasam, organizm o'ziga keraklisini olib qoladi-da, qolgani tabiiy ravishda chiqib ketsa kerak-da, siydik yo'li anal teshigi terlash orqali. Siz ham shu fikrdamisiz? Kechirasiz, kalsiy yumshoq tosh degan ma'noni bildiradi. Organizmga kirgandan keyin osonlikcha so'rilmas ekan. Suv bilan iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Organizmda oshqozon ichaklarimizda cho'kma hosil bo'lishi yoki bo'lmasam bo'g'imlarimizda tuz hosil bo'lishi, hech bo'lmaganda osteoxondroz, osteoporoz yoki o't-poyalarda
tosh paydo bo'lishiga, buyraklarimizda tosh, tuz paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun tibbiyot xodimlari sizga kalsiy preparatini, dori-darmon yozib berganda uzoq muddat iste'mol qilishni tavsiya qilmaydi. Bu eng arzon kalsiyda, men hech qachon bu kalsiyni iste'mol qilmayman desangiz, keyingi kalsiy bu fosfat kalsiy. Hayvon suyaklaridan olinadigan aptekadagi qimmat kalsiylardan biri hisoblanadi. 7 gram iste'mol qilsangiz 1 gram zo'rladi, 14,3%. Undan ham qimmatroq kalsiyimiz bor. Bu laktat kalsiy kraxmaldan olinadi va bu mahsulotni iste'mol qilgan vaqtingizda 6 gram iste'mol qilsangiz 1 gram zo'rladi, 16,7% tashkil qiladi. Va dunyo miqyosida ham qimmat kalsiy bor, bu karbonat kalsiy. Bu mahsulot iste'mol qilganingizda 2,5 gram iste'mol qilganingizda 1 gram zo'rlayapti, xolajon. Va buning so'rilish darajasi ham 40%. Demak, 60% tanaga zarar keltiradi. Men sizlarga tavsiya qilayotgan aktivni koralliy kalsiyning tabiiyligi jihatdan 100% tashkil qilganligi va tarkibi jihatdan faqat kalsiy emas, 60 dan ortiq dengiz minerallarini tarkibida saqlaganligi tufayli esa 97% so'rilishga erishildi. Shu sabablimi inson organizmini birinchi navbatda oksidlanish, ya'ni tanani tozalashda ishtirok etadi. Tana tozalanishi esa insonni sog'ayishini birinchi garovi hisoblanadi. Bundan tashqari tarkibida Mendeleyev jadvaldagi mana bu minerallar kompleksi bitta tabletkada va so'rilish jihatdan bu minerallarni oshqozon, ichak, jigaringiz ishtirok etmagan holda nanotexnologiya orqali ishlanganligi uchun mana shu minerallarning hammasi til ostida so'riladi. Va tabiiyligi jihatdan 100% tabiiy bo'lgani uchun kremni yuqori darajada kalsiyga qo'shimcha sifatida berilgan. Kremni mineral yetishmasligi inson organizmida bo'g'imlardagi suyuqlikning qochishiga sabab bo'ladi. Bu esa qaysi kasalliklarni rivojlantiryapti? Grija, osteoxondroz, osteoporoz, suyak yemirilishi. Aynan mana bu mineral yuqori darajada bo'lgani uchun biz mana shu mahsulotda aynan mana shu kasalliklardan super natija olyapmiz. Bundan tashqari tarkibida alyuminiy yuqori darajada berilgan. Bilasizmi, inson organizmiga mana bu miqdorda alyuminiy berib tursa, u uzoq umr ko'rar ekan. Ya'ni bizning ichki organlarimiz holatini yaxshilab beradi va sizni uzoq umr ko'rishingizga garovi hisoblanadi. Alyuminiy mineralining yana bir xususiyati tanamizda 2500 dan ortiq barcha allergiyani yo'qotib beradi. Bundan tashqari tarkibida yana kalsiy. Bilasiz, kalsiy minerali organizmga yetishmasa, suyak, tish, tirnoq va insonning energiyasini ham so'rib oladi. Kalsiy esa energiya bag'ishlaydi va aynan mana shu suyak, tish, tirnoqlarimiz ozuqasi hisoblanadi. Tarkibida magniy o'ta yuqori darajada berilgan. Magniy minerali organizmingizda yetarli darajada bo'lsa, sizda xotira pasayib ketishi, anglolmaslik, miyamizni kislorod bilan ta'minlashda o'z ishtirok etadi. Bundan tashqari tarkibida natriy va kaliy minerallari bor. Aynan mana shu natriy, kaliy minerallari organizmda yetarli darajada bo'lmasa, yurakda muammo bo'lmas ekan. Aynan mana shu minerallarni yetarli darajada iste'mol qilsak, yuragimizda umuman muammo bo'lmas ekan. Ya'ni yuragimiz har urganda kaliy kirib, natriy chiqishi kerak ekan. Aynan bundan tashqari tarkibida jelezi, temir moddasi qon ko'paytirishda ishtirok etadi. Tarkibida yana bundan tashqari sink bor. Sink esa bilasiz, 2020-yildan beri hamma uchun juda ham mashhur o'sha immunitetni ko'tarib beradigan yagona minerallardan biri hisoblanadi hozirgi kunda. Va fosfor bor, ko'z nuringizni ravshanlashtiradi va tarkibida serebro. Serebro bu kumush. Bilsangiz, inson organizmiga ma'lum miqdorda kumush kirgizsa, tanani generalniy uborkasida ishtirok etar ekan. Aynan kumush idishlardan, kumush qoshiqlardan, kumush tarelkalardan foydalanishni yoki kumush ayollar kumush taqinchoqlardan foydalanishda yagona sabablardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari tarkibida inson organizmida xavfli, xavfsiz o'simtalarni bartaraf qiladigan minerallarimiz ham mavjud. Bular seriy va germaniy minerallari hisoblanadi. Bilasizmi, mana shu o'simtalarga qarshi kurashish uchun biz doimiy nima iste'mol qilamiz? Hozirgi kunda juda ham ommabop bo'lib ketgan chesnok. Inson organizmida germaniy mineralni qabul qilish uchun tabiiy chesnokdan foydalanmoqchi bo'lsak, bir kunda mana bu dozadagi germaniyni qabul qilishingiz uchun inson organizmiga kerakli germaniyni 3 bosh chesnok yeyishingiz kerak ekan.
Buni imkoni yo'q. Shuning uchun hozirgi kunda minerallar kompleksi hammasi bundan tashqari yana bir mana bu minerallar birgalikda bitta tabletkada mujassam bo'lganligi uchun yapon olimlari o'tkazgan yagona tadqiqotlardan birida aytayaptiki, aktivna koralliy kalsiyning tarkibi 60 dan ortiq dengiz minerallari va maxsus formula tufayli 97% til ostida surilganligi uchun 150 dan ortiq kasallikni oldini olyapti va davolayapti. Lekin bu tadqiqot Yaponiyada o'tkazilgan. Bizning iqlim, ya'ni O'rta Osiyoga kelib esa, bu minerallarni hammasini bitada iste'mol qilish oqibatida inson organizmida 150 emas, 175 dan ortiq kasallikni oldini olyapti va davolayapti. Sababi birgina, bizda ularga nisbatan, Yaponiyaga nisbatan kasalliklar ko'proq ekan. Qo'shilasizmi shu fikrimga? Masalan, qaysi kasalliklar? Kasalliklarda bu osteoporoz, suyak iligi, suyak to'qimasi massasining chirishida zo'r yordam beryapti, tiklanib ketishida. Bundan tashqari, inson organizmida kam harakatlilik oqibatida kelib chiqqan barcha kasalliklarni davolayapti. Sahr kasalligi, ya'ni diabet kasalligini davolashda organizm qo'llab-quvvatlayapti. Qon bosimi oshishi, yog' miqdorining ortishi, kam harakatlilik oqibatida kelib chiqqan barcha kasallikni davolayapti. Inson organizmini qarishni sekinlashtirib beryapti. Milklardagi yallig'lanishni bartaraf qilyapti. Men sizlarga faol marjon kalsiy haqida ma'lumot berdim. Ikkinchi mahsulotimiz Kayzim QH. Bilasizmi, Kayzim QH mahsulotini boshlashdan oldin bir ma'lumotni, statistik ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Kayzim QH 1978-yili butun dunyoda aynan formula jihatidan Nobel mukofotini qo'lga kiritgan yagona biologik faol qo'shimcha hisoblanadi. Keling tarkibini ko'rib chiqamiz. Kayzim QH tarkibi asosan energiya hosil qilishda ishtirok etadigan aktiv formulani ishlab beradi. Aynan tarkibida laktobakteriya bo'lganligi uchun hazm qilishda ham zo'r ishtirok etadi. Va inson organizmini charchoqdan tez chiqaradi. Charchagan organizmni tez tiklab beradi. Stressga turg'unlik oshirib beradi. Bosh miya hujayralari mitoxondriyasini himoya qiladi. Tanadagi shishlar, bosh og'rig'i, oyoq va qo'llardagi sovuqlikni bartaraf qiladi. Terining holatini yaxshilaydi, kollagenning parchalanishini oldini oladi, terini elastikligini oshirib beradi. Qisqa qilib aytganda, yoshlik va go'zallashishingiz jarayonini tezlashtirib beradi. Tarkibidagi formula bu Kayzim Q10 har doim dunyo bo'yicha juda ham mashhur bo'lgan formula hisoblanadi va bu formulani iste'mol qilgan vaqtida dunyo yulduzlari, mashhur insonlar bu formulani juda ham sevib iste'mol qilishgan, faqat bu organizm tanlagan. Ya'ni aynan 78-yilgacha bu formula juda ham mashhur bo'lgan. Bu organizm tanlagan, ya'ni siz sport bilan shug'ullanishingiz kerak bo'lgan. Yaponiyaning Konika firmasi aynan formulaning tarkibiga QH, ya'ni Yaponiyaning tunib shalg'omidan olingan xosh maddasini buni tarkibiga qo'shganda bu cheksizlikka aylandi va organizm tanlamay qo'ydi. Hamma organizmga 100% singa boshladi va aynan mana shu mahsulot tarkibiga qo'shilgandan keyin ayollarda biqoq kista, miomada, erkaklarda prostata bezi va adenomada eksklyuziv natija bera boshladi. Yoki o'sha kapsula 100 mg deb oladigan bo'lsak, bittagining kapsulasini o'zimizning sharoitda 3 kg lahmol go'sht iste'mol qilishga teng energiyani beradi. Men sizlarga Mejitik nomlangan mo'jizaviy qutisida keladigan aktivna koralliy kalsiy va Kayzim QH haqida ma'lumot berdim. Ko'p insonlarda bu mahsulotlarni qanday olish mumkin degan savollar tug'ilishi mumkin. Narxi qancha? To'g'rilayaptimi savollar? Keling shu savollarga javob berish uchun marketing qismi bilan tanishtiraman. Beverly Billion loyihasiga 3 toifadagi insonlar hamkor bo'ladi. Birinchi toifadagi insonlar sog'ligini tiklash uchun. Ikkinchi toifadagi insonlar mahsulotni tekinga doim iste'mol qilib yurishni xohlovchi insonlar. Uchinchi toifadagi insonlar ham sog'ligini tiklab, butun umrlik mahsulot iste'mol qilish huquqiga ega bo'lib, ham qo'shimcha daromaddan foydalanishni xohlovchi insonlar hisoblanadi. Keling, buni tushuntirib o'taman. Mejitik nomlangan mo'jizaviy qutichada aktivna koralliy kalsiyning har bitta paketchasida 60 tadan tabletka va mana shu qutichada 6 ta paket, 6 oylik mahsulot keladi. Kayzim QH laktobakteriya mahsulotimiz esa 3 ta paket va har bitta paketchada 40 tadan kapsula.
dam olib 6 oy davomida iste'mol qilasiz. Har ikkala mahsulotni siz alohida iste'mol qilsangiz 1 yilga yetadi. Lekin bir-birini o'rnini to'ldiruvchi, birgalikda iste'mol qilganda esa eksklyuziv natija beradigan mana shu Magic Pick nomlangan mo'ljalli qutichadagi 9 ta paketimiz 6 oylik normada sizga internetdagi narxi $380 chiqadi. Qo'shimchasiga bank xizmatlarini o'z ichiga oladi. Ko'p insonlarda shunaqa bizda ikkinchi loyihamiz bor. Bu Beauty loyihasi. Beauty loyihasida esa kasalligingizni holatidan qanchaligidan kelib chiqib tavsiya qiladi mutaxassislar tomonidan va har bir For Beauty Top, Force Top, Detox, Super Omega va Root Life mahsulotlariga xuddi o'sha narxda $380 qo'shimchasiga bank xarajatlari bilan. Har ikkala turdagi mahsulotlarni agar siz iste'mol qilishni xohlasangiz, hamkorlik loyihasiga ega bo'lasiz va hamkorlik loyihasida sizga bu elita paket, ya'ni juda ham eksklyuziv variantda, ham Root Life ham Magic variantda. Aynan mana shu mahsulotlarning hamkorlik loyihasida ish faoliyatini boshlasangiz, sizga internet magazin ochib beriladi. Ya'ni o'zingiz mustaqil mahsulotni xohlagan insoningizga olib berish imkonini beradigan marketing qismi bilan tanishtiraman, keling. Bilasizmi, bizda ikkita daromad turi, aynan Beauty loyihasi va Magic loyihasi. Agar siz Magic loyihasida aktivna kalorifikalsiya va kaysin qo'g'ash jamlangan Magic Pick mahsulotni ham xarid qilsangiz va siz kimgadir buni olish yo'lini o'rgatsangiz, liquid bonus bizda $30 tashkil qiladi. Beauty loyihasidagi mahsulotdan esa liquid bonus $120 tashkil qiladi. Keling, men sizga 3 xil daromad turini tushuntirib beraman. Birinchi daromad turi bu hozir aytib o'tganim shaxsiy daromad turi. Ya'ni Magic Pick loyihasida birinchi daromad turi liquid bonus. Har haftalik bir marta oladigan bizning shaxsiy daromad turimiz hisoblanadi. Ikkinchi daromad turimiz esa Magic loyihasida tenglashuv. Ya'ni biz benarda faoliyat olamiz. O'ng va chap tarmog'ingizni tenglashganiga $7 dan 6 oy davomida $42 ga aylanguncha daromad chiqib boraveradi. Xohlang bu $7 bo'lsin, xohlang bu $70 bo'lsin. Xohlang siz tenglashuvda $700 ga yetkazing. Sizga kompaniya o'sib boruvchi passivni dohodga aylanib ulgurgan doimiy daromad turiga aylanib boradi. Keling, katta daromad turi, bolshoy bonusini ko'rib chiqamiz. Katta daromad turimiz esa kap tomoningiz 8 ga 8 bo'lganda Beverly Hills loyihasida bronza komanda lideri bo'lasiz. Bronza komanda lideri degani tekin iste'molchi. Mahsulotni xohlagancha mahsulot tekin olish imkoniga ega bo'lasiz chiqqan daromadingizdan. Ikkinchi daromad turi kap tomoningiz 50 bo'lganda kumush komanda lideri. Kumush komanda lideri dunyo bo'ylab aynan siz bugun hamkor bo'lib, keyingi yil bugungacha kumush kvalifikatsiyasini ochsangiz, sizga Tailandga juda ham ajoyib, eng inklyuziv sayohat taklif qilinadi. Bundan tashqari, kam tomoningizni 120 ga 120 qilsangiz, Beverly Hills loyihasida oltin komanda lideri bo'lasiz. Oltin komanda liderini esa birinchi hafta bonusi bu Lada Granda yoki bo'lmasa $8000 ni qo'lga kiritishingiz mumkin. Ikkinchi daromadimiz bu $20000. Bu esa siz kam tomoningizni 300 ga 300 qilganingizda Platina komanda lideri bo'lasiz. Platina komanda liderini oylik daromadidan tashqari ikkinchi hafta bonus fondi e'lantira yoki bo'lmasa $20000 lik chek hisoblanadi. Bundan keyingi daromad turimiz Rubin komanda lideri. Land Cruiser Prado yoki bo'lmasa $50000 ni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bundan keyin yana katta daromad turimiz bu turar joy uchun $100,000 va chet elda villa uchun $300,000. Barcha buyuruvchilarning orzusiga aylanib ulgurgan, yilda bir marta berib boradigan $1 million ni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bilasizmi? Men hozir sizlarni orangizdagi insonlarning ko'zidan savolini o'qib turibman. Bu daromad turini olsa bo'ladimi? Olgan insonlar bormi? Mahsulot chindan shunaqa tarkibga egami va chindan kasalliklarda natija beradimi? Aynan mana shu savollaringizga javob berish uchun bugun sizlarni tabriklayman. Mahsulotdan super natija olib, dadalari suyak ragidan natija olganligi uchun shubhasiz mahsulotga ishonch bildirgan va o'qib o'rganib
Bu mahsulot faqat dadamga emas, butun atrofimdagi oilamni sog'ligini tiklash uchun juda ham kerakli mahsulot ekan deb eng zo'r natija olib kelayotgan, eng zo'r rezultat qilayotgan insonni taklif qilmoqchiman. Bugun sizlar uchun master kelas. Sababi bu inson o'zi viloyatda, aynan o'zi tumanida, o'zini yashayotgan viloyatida mahsulotdan natija olish bo'yicha chempion. Bu inson olgan natijalari harbiy bo'lganligi uchunmi, bir so'zli yolg'on gapirishni yomon ko'radi va kimgadir sizda natija qilib beraman deb kimlardir ahdlasa, bilmasa mana shu ahdiga sodiq inson natija qilib beradigan. Kimdir qo'lidan tutib, meni marketingga o'zingiz erishgan natijaga olib chiqing desa, natija olib beradigan inson, olib kelayotgan inson. Butun Beverly Hills loyihasida eng zo'r natijalarni, eng yaxshi natijalarni olib kelayotgan inson. 3 karra valyologiya o'qib tugatganlar. O'qib izlanishda hanuz to'xtamaydigan nutrisolog, valyolog, marketingni yaxshi olib borish uchun o'rganib kelgan networker, marketolog, biznesmen. Natijani olib berishda, doza belgilashda hozirgi kunda Beverly Hills loyihasida yuqori kengash ustozlarini e'tirofiga tushirgan inson. Natijalari bilan maqtanadigan inson. Juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Beverly loyihasida O'zbekistonda 12 ta viloyatda ham iste'molchilarga ega. O'zini tumanda Qashqadaryo o'g'loni, Qashqadaryoda 17 ta lokatsiyada ofisi bor inson. O'ziga o'xshagan, o'zini kvalifikatsiyasiga chiqara olgan shogirdini, ya'ni platina komanda lideri va o'zidan keyin shaxsiy platina chiqargan lider hisoblanadi. Bu inson kasalliklardan qo'rqmaydi. Sababi dadasi sekiragidan yaxshi bo'lganligi uchun hech qaysi kasallikdan qo'rqmaydi. Mahsulot tarkibini yaxshi biladi va qanday dozada ichirishni, qaysi kasallikda qancha muddatda natija olishni biladi. Shuning uchun marketingda super tez natija olib kelayotgan oilaviy biznes nominatsiya g'olibi hisoblanadi. Mana shu loyihada yiliga sayohatni xohlasangiz, yiliga 5 ta sayohati bor tekinga. Aynan oylik daromadi oilaviy biznes qilganligi uchun ishonavering, oddiy qishloq o'g'loni oylik daromadini hozirgi kunda $7000 dan oshira olgan insonni bugun sizga taklif qilmoqchiman. Beverly Hills loyihasida yopiq kvalifikatsiyadagi platina komanda lideri Tursunov Bunyod Mo'ylevichni chaqiraman. Assalomu alaykum. Sizlarni bugungi seminarda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xush kelibsizlar. Ma'lumotlarimiz yoqyaptimi? Mana shu mendan oldin chiqqan spikerimizga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarning guldiroz olqishlaringiz ostida bo'lsa. Ismim Rostam Bunyod, familiyam Tursunov. Mana shu Beverly Hills loyihasidan platina komanda lideriman. An'anaviy hayotda harbiy sohada ish bilan olib borganman. Ya'ni davlat xavfsizlik xizmatida. Ismni derdan bilasizlar. Aynan shunda maxsus qidiruv razvedka xizmatlari ishladim. Bir necha yo'nalishlar bo'yicha Allohga shukr. Chempion bo'ldim. Allohga shukr. Birgalikda poligonda yuramiz. Kunlardan bir kun qo'ng'iroq keldi. Onam qo'ng'iroq qildi. Onam uncha-munchaga menga telefon qilmaydi, chunki u ona. Yaxshi gapni ham aytmaydi, xola. Yomon gapni ham aytmaydi. Nimaga? Bolajonimni ichi qizimasin deydi. 50 ga kirsangiz ham ona uchun bolasiz avaylaydi ko'z qarasida.
qo'ng'iroq qildi, yilda bir qilib qolmasa qilmaydi, chekkaga o'tdim, telefonni ko'tardim. Onam bitta gapni aytdi. "Bolam, pensiyaga chiqqanmisan?" dedi. Allohga shukr, onajon, pensiyaga chiqqanman. Pensiyaga chiqib ham 2 yil ishlaganman. Nimaga? Pensiyaga chiqqaningizdan keyin pensiyangiz 50%ni oylik ustiga qo'shib beradi, ha? Oyligingiz ko'tariladi, ha? Pul yaxshi narsada ishlab yurardim. Keyin onam bir gapni aytdi. "Bolam," dedi, "tanam turgan bilan," dedi, "ichki organlarim tugab bo'ldi. Men o'laman," deb yig'ladi, o'chirdi. Farzand uchun bu naqadar og'irligini tasavvur qilayotgan bo'lsangiz kerak. Onamda juda ko'p kasalliklar bor edi. Nima uchun onam shu darajaga kelganini sizlarga aytib bermoqchiman. Sabab bitta narsa, kasal emas, kasaliga qaragan kasal edi. Biz onamni 7 yil davolatdik. Otam elektrik bo'lib ishlaydi. Elektrik. Tushunasizlar-a? O'z nomi bilan elektrik. 2012-yilda Alloh taolo bizga bir kichkina sinovni berdi. Otam simyog'ochga chiqib olib, sim ulaysa stalba deydi. Simyog'och deydi bir xillar. Shu stalbaga chiqadi, simni ulaysa qurt yegan bo'ladi, tagidan sinib ketadi. 6 metr yuqoridan orqasi bilan yerga tushadi. Umurtqa 4 joydan yorilib beradi. Umurtqaning yonida cho'nak so'ykchalar bo'ladimi? Bitta cho'nak so'ykchasi maydalanib ketadi. Pansaga boradi, o'sha cho'nak so'ykchani almashtirish kerak, yasama qo'yish kerak. Yasama Toshkentdan kelish kerak, Qarshida bo'lmaydi. Toshkentdan yasama yetib kelguncha bemor ko'tarmaydi, o'ladi deydi. Srochniy operatsiya belgilanadi, 6 soat 20 minut operatsiya deyiladi. Mana shu yerdan suyak kesib olib, taxlab cho'nak so'ykchani almashtiradi. Allohga shukr 4,5 soatda operatsiyadan chiqadi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tadi, ertash tugaydi. Yengil o'tadi operatsiya, qo'li yengil, jarroh operatsiya qiladi. Operatsiya tugaganda men yetib bordim. Borsam otam palataga olingan ekan. O'zi nima deydi? Reanimatsiyada ekan. Kirsam o'zida gapirmaydi. Umurtqa suyak yorilgan, umurtqa suyakdan operatsiya bo'lgan odam ovqat yeydimi? Suv ichadimi? Yo'q. Shakar qoshida suv tomizadi, sho'ro beriladi. Yoki shprisda tortib tomiziladi. Yemagandan keyin, ichmagandan keyin hujayra o'lishni boshlaydi, ya'ni immunitet tushishni boshlaydi. Hujayra o'lgandan keyin to'qimaga o'tadi. To'qimaga o'tishi nima deydi? Yotoq yara deydi. Yotoq yara chiqmasligi uchun har 15 minutda qon aylanishi kerak, shamol aylanishi kerak. Pastga turadigan joylar bor-a? Massaj qilib turish kerak bo'ladi. Har 15 minutda onam otamni massaj qilib turadi. Har 15 minutda yonbosh qilib massaj qilib turadi. Yemagandan, ichmagandan qon aylanmasa, ozuqa bormaydi. Onam turishga erinib, bakalashkani qopqog'iga suv tomizib, bakalashkani qopqog'idagi suvni otamning og'ziga tomizib o'tiradi, yutinmaydi. Yemaganda, ichmaganda osma tinimsiz nima qilib turadi? Ulangan turadi. Lekin baribir yotoq yara chiqadi, chunki yemaydi, ichmaydi. Yotoq yara chiqqandan keyin doktorlar uyga javob beradi. Bo'ldi, biz qo'limizdan kelganini qildik. Qolgan yolg'iz Allohdan. Uyga borgandan keyin Alloh yana bir sinov berdi. Otam insult olib qo'ydi. Insult olgandan keyin bir tomon shol bo'lib qoldi. Endi yonbosh qilgan onam yana ham qiynalishni boshladi. Yotoq yara chiqqan, insult olgan qarindoshimiz bo'lsa ham, vrach bo'lsa ham qaramayapti, chunki o'ladi deb qaytarib berilgan. Baribir o'ladi, nima bo'ladi? Qolib ketadi. Bitta hamshira sinfdoshi, ya'ni o'zining sinfdosh do'stiga tekkan bo'lgani uchun biz mama deymiz-da endi. Shu kishi yotoq yarasini yaxshi qilib berdi. To'g'ri, ko'p vaqt talab qildi. Yotoq yara yaxshi bo'ldi. 3 yil deganda otam ovqat yeydigan, hojat qiladigan holatga keldi. Aybi nogiron bo'lib qoldi. Hojatga sharoit qilib berdik. Lekin 3 yilda onam qanday holatga keldi deb o'ylaysiz? Asab. 10 yil oldin bu o'tgan bitta voqeani eslab yig'laydi. 2 soat bir joyga borib qaytib kelsam, yana shu voqeani eslab yana yig'laydi. O'zi atay qilmayapti uni. Lekin shu darajada asab bo'lib qoldi. Davlini 200 ga chiqib ketadi. Ertalab bir dona tuxum yeb qo'ya qolsa, 200 davlini turadi. O'shaning uchun choyga qotgan nonni botiribgani yoki suxarikni yeb o'tiradi. Davnas baland biz achchiqqina ko'k choy ichadimi? Choynak tagida nima bo'ladi? Shamma. Ko'k choyni shammasini shunaqa sevib iste'mol qiladigan taomi shamma edi onamdi. Qoni kammi endi? Biz doktorga boramiz, onam aytadi, "Uxlamayman bolam, doktor bolam" deydi doktorga. Zaps, chunki Toshkentda davlatamanda ishda ishlayman. Zaps chaynab chiqadi, ertalabgacha kino ko'rib chiqaman. Ya'ni miyam dom olmaydi bolam deydi.
doktor qoni kam, kislorod almashinuv yo'q, qoni quyuq. Nima beradi endi? Qon ko'paytiruvchi uradimi? Kuchlantiruvchi beradimi? 10 kun yotsa 10 kun osmonlanadi. Ya'ni men 10 kunlik olib beraman, har kuni xabar olgan bora olmayman. Endi men komandirovka beraman, harbiyman. 2 sumkani zo'rg'a ko'tarib boraman. 10 kunlik dori-darmonni men zo'rg'a ko'taraman. Erkak kishi bo'lib turib, tasavvur qilyapsizlar, qanday darajada osma ukkal olganligini. Ikkita yonboshdan mana shu 7 yil davomida davolangandan keyin nima paydo bo'ladi? Ikkita yonboshdan ukkalni oldirgandan keyin absis, bis paydo bo'ladi. Noyabr kelaversa onam zorillaveradi. Hojatxonaga borganda bu yerdan baribir shamol kiradi-ku. Oyoqni tagidan tomir tortadi. Onam hojatxonada qolib ketadi, biz hojatxonadan onamni ko'tarib kelamiz. Tushuntira olayman-a? Shu darajada bo'lib qoldik. Yurak yetishmovchiligi, yurak ishemika paydo bo'ldi. Yurak ishemuvchiligi paydo bo'lgandan keyin onam aytadiki, biror narsaga uzolsam ham yuragim takillab ketadigan bo'lib qoldi deydi. Agar oyna ochiq qolganmiz, oynani turib yopib keladi-ku, shunaqa og'ir nafas oladi, terga tushib ketadi, charchab ketasiz yonida tursangiz. O'zi atay qilmaydi, yurak yetishmovchiligi. Borib uzolsa yurak takillaydigan bo'ldi. Chunki qishloqda ayoli 4 jiya pomidor eksa, 2 jiyasini yeymiz, 2 jiyasini chiqarib sotadi. Shunday tirikchilik qilgan ayol yurak yetishmovchiligi bo'lgandan keyin onam yurmay qo'ydi. Yurmay qo'ygandan keyin tomondan nima chiqadi? Tomondan shipora chiqadi. Tushundira oldimmi? Yurmagandan keyin. Ana endi uni azobi hojatxonaga ham, hojatga ham, garshokka ham tura olmaydigan darajada bo'lishni boshladi. Chunki oyog'ini bosa olmay qoldi. Kasallik ko'paydi. Xullas onamni qo'ng'irog'idan keyin men pensiyaga chiqib keldim. Pensiyaga chiqqanimizdan keyin onamni 2 yil yana davolatdik. Endi tovondagi dardni ham qo'shib davolatyapmiz. Doktorlar buni operatsiya qildirasan deyapti. Operatsiyaga olib borsam Samarqandga qildiring dedi. Qarshida Samarqandga olib kelsam tovondan ukkol qildi. Ukkol qilgandan keyin undan battar yura olmay qoldi. Ana shu ahvolda davolatib yurdik. Kunlardan bir kun bitta kichkina singlimiz bor, singlimizni to'yi belgilandi. Singli to'yi belgilangandan keyin onam aytdiki, "Bolam" dedi. "Ha" dedim. "Singlingni to'yida" dedi, "qodalarni oldida salgina tetik turishim uchun" dedi, "men bir 10 kun doktorga yotib chiqmasam bo'lmaydi." Ahvol shunaqa. Xo'p, doktorga boraman, yotqizaman to'ygacha dedik. Srochna endi to'y belgilanib qoldi. Otam aytdiki, "Senga ayta olmayapman, onangni kasal bilan chopib yuribsan, singlingni to'yi, endi uyni remont qil. Bilasizki, qizni kami to'lmaydi. Chopib yuribsiz, katta farzandman." Otam aytdi, "Men og'riq qoldirish dori bilan yashayapman. Onangni doktorga yotqizsang, meni ham o'qitmasang bo'lmaydi, aytmasam bo'lmaydigan darajaga keldim" deydi otam. Otam nogiron mashina oldiga yotqizdik, onamni bansaga olib bordik, onamni bansaga yotdi 10 kunga, otamni doktorga tekshirtirdik. Ming afsuski, otamda suyak raki boshlandi, rosa 10 yildan keyin. Doktorlar aytdiki, onkologik bansaga olib borasiz dedi. U vaqt men bilmayman, onkologik kasallik nima kasallik, onkologik bansa nimani davolashni men tushunmayman, u narsaga ishim tushmagan. Xullas adresini ayting dedim. Faqat menga doktor onkologik kasallik bor deyapti, lekin nimaligini aytgan yo'q. Ertasi kuniga onkologik bansaga bordik, analizlarni olib apparatlarga tushdi, nimalar qildi. Xullas kalom, unga ham bir kun vaqtimiz ketdi. Ertaga javob chiqadi, ertaga kelasiz dedi. Ertasi kuni bansaga bordim. Ming afsuski, otamda suyak raki aniqlandi. Srochna operatsiya qilmasangiz rak bilan o'ynashib bo'lmaydi. Onkologik bansa rakni davolashni o'shanda tushunganman. Lekin shunday katta bansa bor Qarshida, bir kishiga joy yo'q. Joy yo'q. Vrach bilan gaplashdim, endi chiroyli muomala qildim, hamshirani chaqirib berdim. Mana shu qizni mahkam ushlang dedi. Tanishtirib qo'ydi, joy qilib beradi dedi. Tanishdik, nomer almashdik. Joy telefon qilaman, srochniga zayin qilasiz bu yerda dedi. Kasal ketmasdan turib sumkasini olib kirib qo'yar ekan kasallar. Shu darajada ko'chada odamlar yotar ekan. 2 kun deganda joy qilib berdi. Otamni bansiga yotqizdik. Onam Qamash tumanidanman. Qamash tumanida bansida yotgan bo'lsa, otam Qarshi onkologiyada yotibdi. Otam 5 kun yotdi bansida. 5-kun operatsiya bo'lishi kerak. Menga shaxsan bu mahsulot haqida ma'lumot bergan inson 7 yot begona inson taklif qilgan. Otamni onkologik bansaga olib kelib anani topshirib qaytayotganimizda zapravkaga kirganman. Zapravkaga kirganimda otamni kutish zaliga tushiraman, o'tirgizib qo'yib, mashinada borib zapravka qilib kelsam, bir ayol o'sha yerda otam bilan gaplashib turib, keyin men asabiyligimni ko'rib nomer oldi. Javobi chiqqandan keyin men bilan telefonlashing dedi. Uni kim o, nima qiladi bilmayman. Javob chiqqandan keyin telefonlashdim. Telefonlasam aytdiki, operatsiya qildirmang uka. Agar dedi shu yerda hamshira bilan gaplashib turing. Operatsiya baribir 50 ga 50 onda ham o'lsa roziman deb qo'l qo'yib bersangiz operatsiya qiladi, bo'lmasa operatsiya qilmaydi dedi. Va javoblar chiqqan, boshqa bo'lgan, otamni baribir endi vahima qildi. Doktorlar bansaga yotqizdirdim, 5 kun yotdi.
Baribir bunga borgim kelgani yo'q, tushunmayman u vaqtda. 5-kun operatsiya bo'lishi kerak. Endi operatsiya qildirganlardan, shu yerda yotganlardan so'rayapman, internetga yozyapman. Endi 5 kun bansadaman-ku. Buni jiddiyligini kun o'tgan sari bilib boryapman. Va boyagi ayolga telefon qildim. Shu mutaxassis bilan gaplashsam bo'ladimi desam, bir chekka tumanda kelgan, Qarshida yo'q dedi. U chekka tumanga borgunimcha 2 soat vaqt kerak. Doktorga ham hech narsa demadim. Xonadoshiga aytdim, nomerimni yozib berdim. Bironta holat bo'lib qolsa, menga telefon qilasiz, nomerni yozib bering. Yoshroq kattaroq odam ekan. Otamni bansadan olib chiqdim. Uyga yetib keldim. Biz uyimiz ustidan o'tib ketishimiz kerak. Qamash tumanidan. Onam bansadan kelganiga yarim soat bo'lgan ekan. Onamni mashinaga mindirdim, olib ketdim. Tumanga bordik. Yozdi chillasida. Ko'chada mashinamiz zavarda o'tiruvdi. Ular darvozaxonada o'tirgan ekan. Yonib turgan mashina siznikimi? Odam bormi dedi. Odam yo'q dedim. O'chirib qo'ying dedi. Nimaga o'chirib qo'yaman dedim. Siz bu yerda 2 soat o'tirasiz dedi. Mayli dedim. Ertalabgacha shu yerda qolsam ham ko'chada mashinam yonib turadi. Siz ishingizni qiling dedim. Nimaga? Chunki men ishonganimdan bormadim. Boshqa ilojim yo'qligidan prosta eshitib ko'rayin deb bordim. Bugun meni hamma eshityaptimi? Eshityapsizlar a? Meni onam eshitmadi. Meni onam ustulda shunday yonbosh qildi, suyanadigan joyga qo'ltig'ini suyab, jag'ini ushlab o'tirdi. Menga bitta narsa yani yoqqan jihati borganimdan keyin aytishdi. Menga ungacha eshitmaganman. Mahsulot Yaponiyaniki. Bu mahsulot Yaponiyadan keladi. Yaponskiy produktlar deganda bitta qulog'imdagi banan tushib eshitishni boshladim. Va bu yerdagi 60 xil mineralni aytib o'tdi. Bitta tabletkada 60 xil mineral bor. Hammani hazm sistemasida baribir muammo bor. Chunki biz noto'g'ri ovqatlanamiz. Bu mahsulot til ostidan so'riladi. So'lak bezori orqali eriydi, kapillar tomirlar orqali qonga o'tadi. Qon orqali butun hujayraga yetib boradi. Shuning uchun natijasi tez bo'ladi dedi. Keyin yana bitta jumlani tushuntirib berdi. Nano texnologiya haqida gapirganda men jim bo'lib qoldim. Nano texnologiya asosida ishlab chiqariladi deganda harbiy bo'lganligim uchun tushunaman, jim eshitganman. Ikkinchi quloqimdagi banan nano texnologiyada ishlab chiqarishgan eshitib tushunganimdan keyin tushgan. Men harbiy bo'lganligim uchun men bronjilt kiyaman. Meni bronjiltim 15 kilo turadi. Oldida tosh bor, orqasida tosh bor. Davlat rahbarlari ham bronjilt kiyadi. Lekin ularniki nima bo'ladi? Ko'ylak degani yo'qqa, lekin o'q o'tkazmasligi menikidan-da sifatli bo'ladi. Ham ularda yengil bo'ladi. Uni nano texnologiyada qiladi. Nano texnologiya juda qimmat texnologiya hisoblanadi. O'shanda ishlab chiqarishini eshitganimdan keyin mutaxassisga savol bermadim, jim eshitdim. Oxirigacha gapirdi. Adashmasam bir 45 minutlar gaplashdik. Gaplashgandan keyin hech narsa demadim. Bo'ldi, men sizlarga aloqaga chiqaman o'zim dedim. Rahmat aytdim. Otamni qo'ltiqlab mashinaga o'tirgizdim. Onamga aytdim. Ona dedim, mahsulot menga yoqdi, olib bermoqchiman dedim. Onam nima dedi menga? Nima deb o'ylaysiz, xola? Bilmasa men eshitganim ham yo'q, tushunganim ham yo'q dedi. Otamga aytdim, otam nima dedi? Nima deb o'ylaysiz? Otam bolam qimmat-ov dedi. Otamni, onamni sog'ligidan qimmat bo'lmasa kerak, a? Qimmat emas. Sababi otam operatsiya bo'lish kerak. Onam bansadan chiqqan. Eng qizig'ini aytaman, 3 kundan keyin singlimni to'yib turibdi. Men otam bilan enam bilan gaplashadigan holatda ham emasman. Onamni uyga tushiryapman. Otam shu kuni kechqurun operatsiya bo'lish kerak yoki tongda. O'sha turgan dejur operatsiya qiladi. Onam aytmadi. Dadang operatsiya bo'lar ekan, tayyor mashinangda kelibsan bolam, men ham senga minib bansaga otangning orqasidan borayin demadi. Onam o'sha mutaxassis oldida borib 45 minut o'tirganligi uchun bo'lari Bul yana 5 kun operatsiya oladigan holatga keldi. Onamni uyga tushirdik, bansaga bordik. Operatsiya qilish xayolimda yo'q. Ketkincha miyamda 1000 ta o'y bilan ketyapman. Borsam, vrachlar so'rab ketgan, hamshiralar so'rab ketgan, vahima kiyganimizda ikkita hamshira yugurib keldi, otamni qo'ltiqlab vrachning oldiga kirdik. Vrachning oldiga kirdik. Kirgandan keyin doktor bu biz operatsiya qilmoqchi emasmiz desam, kompyuterda yozib o'tirgan doktorlar menga qaradi, buni tomi ketdi shekilli dedi. Ozroqgina gaplashdik, suhbatlashdik, tortishuvlar bo'ldi. Menimcha ular o'yladi, biz 3-4 soat yo'q bo'lib qoldik obed vaqti. Ular o'yladiki, bular xususiy bansaga borib tekshirtirdi, menga ishonmayapti, boshqa vrachga operatsiya qildirmoqchi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Xullas kalam doktorga aytdim, operatsiya qildirmoqchi emasman. Operatsiya qildirsam, sizga operatsiya qildiraman. Biz operatsiyani to'xtatmoqchimiz dedim. Keyin xo'p dedi, Tursunovda dedi,
so'rasan olib keling dedi. Hamshira olib keldi. Birinchi men qo'l qo'yib berishim kerak ekan. Qo'l qo'yib berdim. Doktor qo'l qo'yib berdi. Ketishingiz mumkin. Hech kim taqiqlamadi. Biz chiqib ketdik bansadan. Singlimda to'yi o'tdi. 3 kundan keyin. Ertasi kuni ertalab 9 da to'yana puldan mahsulotga to'lovni amalga oshirdim. To'yana puldan mahsulot olganman do'stlar. Mahsulot 4-5 kunda keladi deyishdi. Mahsulot kelguncha mahsulot ichgan odamni topib gaplashdim. Ichayotganlarni topib gaplashdim. Shunda gemofiliya kasalligi bor ekan bitta yigitda. Xullas qilam yiqilgan bo'lar ekan, tizzasidan lat yeykan, shu yerdan chirishni boshlar ekan. Eligidan qon oqib turish kerak, 3 ta teshik bo'lar ekan. U bola ovqat yemay qo'ygan ekan. Oyog'ida Rossiyada kesish kerak, 10 ming dollar pul kerak bo'ladi. 10 ming dollar pulni mol qo'y sotib, qarindosh urug'dan yig'ib taxlaguncha har 15 kunda qon almashtirib turar ekan. Gepatit B ni yuqtirar ekan. Endi operatsiya bo'lmaydi, qaytaradi. Qaytargandan keyin bu yemaydi. Soch to'kilib ketadi, yemay ichmagandan keyin yeb icholmay qoladi. Ovqat hazm qilmay quriyotgandan keyin o'sha ahvolda YouTube'da ko'rib qoladi. YouTube'da ko'rib qolganda onasi kelsa telefonni yashiradi. Yashirsa nima edi bolam deydi. Keyin shunday ekan deydi. Belli bir kompaniyasi mahsulotini ko'rib o'tirgan bo'ladi. Bir erkak 2 ayol kirib keladi xonasiga, chaqirtiradi. Bolam deydi. Sendan aziz narsa emasdir, sendan qimmat emasdir deydi. Olib beraman deydi, ona aytadi. Shunday kirib kelganda 2 ayol siraz qaytib ketadi. Chunki boyagi ering oqib urgan-ku, u xonaga kirib bo'lmaydigan darajada bo'ladi. Faqat chidab bersalaring 2 oylik umri bo'lsa yashab ketadi deydi. Mutaxassis mahsulot bergan bo'ladi. 5 minut birov bilan gaplasholmayman deydi. O'sha holatda edim deydi. O'sha bolani ko'rdim, gaplashdim. U bola namoz o'qiydigan holatga, o'zi dasturxonda oldida o'tirib ovqat yeydigan holatga kelibdi to'rayda. Aka dedim, rahmat dedim, Alloh rozi bo'lsin, Alloh shifosini bersin, ko'rmaganday bo'lib keting dedim. Siz yaxshi bo'lgan bo'lsangiz, demak meni dadam 2 marta yaxshi bo'lar ekan dedim. Internetga yozdim. Biz tekshiruvchimiz-ku. Kasallik-ku bizlar yomon tomonini tezlaymiz. Yaxshi bo'lmaydi deydigan odamni qidiryapman men. Shundayda qidiramiz, yaxshi bo'lganini qidirmaymiz. Yomon deydigan odamni qidiramiz-ku. Xullas kalom ijobiy hammasi zo'r. Mahsulot faqat otamga emas, onamga ham kerakligini tushunib yetyapman-da. Shu darajada qiziqdim. Mahsulot yetib keldi. Oyda oxirida. Onamga aytdim, ona siz ham ichavering, pensiyam keladi 3-4 kundan keyin. Pensiyam kelishidan sizga ham bir qirq mahsulot olib beraman. Men mahsulotni kundan kun yaxshi urib qolyapman. Chunki nimaga? Men internetdan izlab ichganlarni gaplash ichiga kirib ketyapman. Mutaxassislar bilan borib uchrashib gaplashib kelyapman. Xullas qiziqyapman. Chunki ota-onam ichadi bu mahsulotni. Ota-onam ichishni boshladi. 3 kundan keyin onam telefon qilyapti. Yuragim shu etdi, bir chekkaga o'tib telefonni ko'tardim yana. Bolam dedi, ha dedim. Menga nima beryapsan men bilmayman dedi. 3 kundan beri kallamni ko'targanimga uxlab yotibman dedi. Allohimga shukur, 10 yildan beri uxlamaganman dedi. 10 yildan beri uxlamaganman. Kechasi 10 soat olasam, kunduzgina ham 2 soat uxlayapman deydi. Voh, mashalloh. Ertalab bir dona tuxum yemaydi onam. Oradan bir oylar vaqt o'tgandan keyin borsam, qo'y go'shtiga sho'rva ichyapti. Do'ningiz ko'tarib ketmasin, ona. Deydi, 3 ta 4 ta tuxum yeyapman, ko'tarilmayapti deydi. Ovqatga davna yo'q deydi. Qo'y go'shti sho'rvadan keyin qo'y go'shti keldi. Go'shti ham orada. Allohga shukr davna chiqmadi. Oradan 3 oylar vaqt o'tdi. Men 2 yil Qarshi shaharda yashaganman. 55 kilometr uyim bilan uy orasida. Endi mashinada kelsa 1,5 soatlik, 2 soatlik yo'l. 2 yil davomida menga uyimga uy qulusinga kelmagan, otam ham, onam ham kelmagan. Qaynatam kelib turib, otam ham kelmagan. Bir kun bolalarim yugurib ketdi. Bobom keldi, momam keldi. G'iz ketadi, yosh masalan. Qaynam bilan qaynota kelgan bo'lsa kerak. Kuyovman-ku, shoshib, kiyinib chiqsam, otam bilan enam kelib turibdi uyga. Surpriz dedi onam. Surprizingizdan aylanay onajon, surprizingizdan aylanay. Allohimga shukr, hozir har hafta keladigan bo'ldi. Nevarlarga qaraydigan bo'ldi. Qoraqalpog'istonga borib keladigan, Terimizga borib keladigan, Toshkentga borib keladigan, doim Bansada kapinisi olib yotgan ota-enam sanatoriyada dam oladigan, dam olish uchun boradigan ota-enaga aylandi. Allohimga shukr, shu mahsulotni tanlagan bo'lsam, shu mahsulot ota-enamga ichirgan bo'lsam, bugun men yutqizdimmi, yutdimmi? Kim bugun yutgani keldi do'stlar? Men o'ylayman, hamma yutgani kelgan.
Bugun birinchi marta kelgan insonlar bor, mahsulot ichmayapman, olsammi, olmasammi deb kelganlar kimlar? Birinchi marta kelgan, birinchi marta kelib turganlar. Birinchi marta mehmon bo'lib kelgansizlar, a? Olsammi, olmasammi, bosh og'rim ketadimi, yo'qmi? Savol paydo bo'lyaptimi? Keyin qo'zg'ab qolsa-chi, ichishni to'xtatganimdan keyin yana kasalim qo'zg'ashasi degan savol bormi? Bosh og'riga ham, davolaga ham shu bitta darimi? Bitta dori qanday qilib 2 xil kasalni davolaydi degan savol baribir bo'lyaptimi? Bu savol menda ham bo'lgan. Chunki men ham xuddi sizdek bo'lganman. Lekin bu do'stlar immunitetga bog'liq ekan. Men nima uchun bu loyihaga jiddiy qiziqdim? Ota-onam yaxshi bo'lganda ham qiziqmadim. Turmush o'rtog'im 3 marta operatsiya bilan, kisirva yo'li bilan to'liq amalga oshirgan. 3-farzandim 1,5 yosh. Qishloqqa borsak, havuz bo'ladi, havuzga paqir tashlaysiz, to'ladi, to'lgandan keyin tortasiz. Shaharlik qiz bo'lib ketgan ekanlar. 2 paqir suv tortuvdi, operatsiyani usti bitgan bilan ichi bitmas ekan hola. Operatsiya joyi ochilib ketdi, suv chiqib qoldi. Kechasi 12 da qishloqdan qaytdik. Doktor aytdi, ichi bitmagan, infeksiya o'tib ketgan, dod va 2,5 millionga dori-darmon yozdi. Xulosa qilib yotib davolanish kerak, pastni rejim qilmasa bo'lmaydi, bolani ko'tarmasi kerak. Uyda u erkak u bola, u 3-bola uni ko'tarmasa bo'lmaydi. To'xta dedim, senga shuni olib beraman desam, dadasi deydi, hamma narsa ishonib ko'tarasizmi? Otam yaxshi bo'ldi, oyim yaxshi bo'ldi, men ham shundan yaxshi bo'lamanmi deydi. Chunki u tibbiyot xodimasi, biolog, magistrant tugatgan, 2-mutaxassis o'qigan. U aqlli, 10 yil o'qiganda, chunki men harbiyman, u faqat o'qiganda, u bilimli. Xullas qilam shikapga degan pul bor edi, shuni olib chiqdim, bitta oldim. Turmush o'rtog'im siraz gaymardan natija oldi. Gaymarit shunaqa oqar ekan, lekin sassiq bo'lar ekan, gaymarit ko'kma bu oqar ekan. Zo'r oqdi, ham burnidan oqdi, ham kancha, ham tortib tuflayapti, ham burni oqyapti. Gaymariti bor odam, Xudoni bergan kuni kasal odam. Biri apchu desa bo'ldi, siz kasalsiz. 5 kun kapini solasiz, boshingizni bo'ylab olasiz. Varaja qilasiz, 2 grup yapini olasiz. Issiqbaklashgan tiqib olasiz. Meni xotirim shunday, chunki davlinasi olmishga 40 yurardi. Zirenachka taqib olardi. Qarshida doktor o'lchaganda menda 2-chi bemor sensan degan, qo'lida bolasini olib qo'yganda bu yoqqa berib bolamni ish betgacha ko'tarib yuribman deb doktor bilan bola talashib bir kun kelsa. Doktor 2-chi marta tushiryapti deydi. Biz bu yoqda yurganmiz viloyatlarda, viloyatdagi doktorlarimiz bilardi. Endi Qarshidaga borganimizda Qarshidagi doktor bilmaydi-ku. Xotinimga berganimda, xotinim aytdi, men davuldan chiqib ketdi dadasi, boshim og'riyapti dedi. Davulnasini o'lchasam 170. Shu davuldan ko'tarilmayapti. U past davulnaga o'rganib qolgan norma davuldan o'ngga balandlikqa bosh og'riyapti. Gaymartdan qutuldi. Eng zo'rini aytaman, -3 ko'zoynakni tashadi. Uyalgandan hamyon ochib katta qo'ygan. U -3 ochib lupa bo'ladimi? Qalin og'rib qoladi. Ko'zida turgandan ko'ra qo'lida ko'p turadi-da u. Tushuntiryapman. Va buni berganimizda ko'zoynakdan qutuldi, gaymartdan qutuldi, operatsiya joyi zo'r bo'ldi, genetik shamollashlar ketdi, kasal bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Xotinli bo'lib qoldim. Meni qiziqtirgan narsa bitta narsa bo'ldi. Xotinimdagi 60 ga 40 davlina normaga ko'tarildimi? Lekin onamdagi 200 davlina qanday qilib pastga tushdi? Suvchani yoqib qo'ydi. Qiziqmi? Keyin qiziqishni boshladim. Katta tadbirga keldim. Turkiston san'at saroyida 1000 kishilik tadbir bo'layotgan ekan. Savol kimda borsa, menda bor deyman-da. Nima ish qilasiz edi? Har gal kelasiz edi. 3-4 marta kelib ketdim-da. Har hafta bo'ladi, har hafta kelaman. Keyin dedim, bekarchiman dedim. Yo, to'g'ri so'rayapman dedi. Harbiydan pensiyaga chiqqanman dedi, keyin uchrashing dedi. Keyin uchrashdim. Uchrasam aytdi, bizda nutritsiyaga degan o'quv kursi bor dedi. Bir o'qib chiqing dedi. O'qiyman desam, to'lov bor ekan dedi. To'layman dedim. To'ladim. O'qishni boshladim. Har bir oilada bittadan nutritsiyalik bo'lishi kerak ekan do'stlar. Nutritsiyaga o'qib yurganda tushundim, bu mahsulotni men ichishim kerak ekan. Nima uchun ichishim kerak ekan? Xola, asab bo'lib qolmasligi uchun. Sochlarim oqarib ketmasligi uchun. Erta kal bo'lib qolmasligi uchun ichishim kerak ekan. Girija bo'lib qolmasligi uchun ichishim kerak ekan. Suyak yemilish ko'payib ketdi. Suyak yemilish uchun, yurak qon tomiri kasalliklari bo'lmasligi uchun, prostata kasalliklari bo'lmasligi uchun mahsulot bugun ichishim kerakligini tushunib bitdim. Ham o'qidim, qiynalib mahsulot olib ichishni boshladim. Voy. Menda yo'qmidi? 5 yillik gastritim. 6 yillik oyog'ida gripp olgam yo'qmidi? Har kun ertalab issiqda ham, sovuqda ham yugurganman, ko'zim nima qilaman. Kunduzgi 2 soat mashina etsam, 2 ko'zim qip-qizil bo'lib ketadi. Uxlamagan odamning yuzi ko'zi qanday bo'ladi? Bir hafta uxlamasangiz. 2 soat men shunday holatga kelib qolardim.
7 kunda ko'zimda yiringlab, yoshlarim oqib tozalandi. 7 kunda ko'zlarimda shish paydo bo'ldi. 21 kunda asabdan natija oldim. Mashg'ulot vaqti ikkinchida odam yiqilib ketgan, boshimda travma bor. 21 kunda, lekin shu darajada asabda qo'zg'alish bo'ldi. Shu televizor bo'lsa sug'urib olib yerga urgim keladi. Ya'ni asabimni qo'zg'ab o'tdi. Mana poychada qaqshash bo'ladi, ha? Padagon divon tagiga yotaman, padagon ushlab turib, bolalarim tepadi. Xotinim massaj qiladi, uxlab qolaman. Bo'lmasa uxlamayman. Bezor bo'lib ketgandan keyin massaj apparati olganman. Oyog'imdagi qaqshash necha kunda ketgan bilmayman. Balki birinchi kunda ketgandir, uni men bilmayman. Palanchi kun desam, gunohga botaman. Hisobing haq rost. 1,5 oyda men oyog'imdagi giribak ochqo'samda gastrit ketdi. Men gastrit davolatardim, harbiyman-ku. Davolatsangiz bo'ladi. Aloyi gulni achchi bodringni dumiday bo'lagan deb yeb yurardim, qarsillatib. Gastrit yaxshi bo'ladi. Lekin degan joyi bor. Ovqatlanish vaqtingiz ma'lum sababga ko'ra 2 soat yo 3 soat surilib ketadimi? Gastrit yana qo'zg'aydi. 2 soat suv ichmang, gastrit yana qo'zg'aydi. Giribakni ham yaxshi qilsa bo'ladi-da. Ertadan kechgacha tuflida yursangiz, yana qichishni boshlab, suvlanishni boshlaydi, sansishni boshlaydi. Giribak yo'qolmaydigan kasallik. Giribak kasallikka o'xshab yopishib oldi deydi-ku. Giribak kasalligi yo'qoladigan kasallikligini shu mahsulot ichganda tushunib yetdim. Do'stlar, bugun ko'rib turganingizdek soppa sog'lom bunyodman, boy bunyodman. Ota-enam bor, hayot va ular sog'lom bo'ldi. Allohga shukr, boshimga doim sog'-omon bo'lsin. Har choyda, har tug'ilgan kunida mahsulot sovg'a qiladigan bunyodga aylandim. Ota-enamga kiyim sovg'a qilarman, mashin sovg'a qilarman. Sog'liq sovg'a qila olmas ekanman. Hozir ham bersam, otamni qo'liga bersam ham, onam qo'liga olatdagi ko'ziga surtib yig'laydi, ko'ziga yoshlar. Nimaga? Shu darajada sevadi buni. Siz tasavvur qila olmaysiz. Paketlarni yig'ib beradi. Paketlari korobka bo'lgan hozir. Vochach. Toshkentga ta'tillanishim bo'ladi, aya. Borasizmi? Boraman. Bolam dedi. Men ko'ruvdim-ki, dedi, rahman ustozingni o'shalar darajasiga yetdingmi dedi. Ozgina qoladi. Keyingisiga o'tsam shular darajasiga yetaman desam, shuni darajasiga yetib ta'tillanayotganingda men Toshkentda tadbiringga borib o'zim qatnashaman dedi. Ha, dedim, bularni ham bilasizsiz dedim. Doston aka, bitta salomat qon chiqarib bering. Va otam yaxshi bo'ldi, onam yaxshi bo'ldi, xolamlar so'rashni boshladi, qudalar so'rashni boshladi. Biz hamma qiziqib qoldi. Nimada yaxshi bo'ldi? 10 yil kelsa qanday yaxshi bo'ldi? Qiziqadimi yo'qmi? Qiziqish boshlandi. Do'stlar, biz noto'g'ri ovqatlanamiz. Ertalabki ovqatingni o'zing yegin. Obedki ovqatingni do'sting bilan yegin. Kechki ovqatni dushmaningga ber. Lekin biz oshni qachon qilamiz? Tug'ilgan kun qachon bo'ladi? Desert nechida yeymiz? U hazm bo'lmagandan ertalab o'zimiz yeyish kerak bo'lgan ovqatni nima qilamiz? Yemaymiz. Dushman kim? Kim kasal? O'zimiz kasal. Do'stlar, biz ko'p yeymiz, to'g'ri, lekin bir xil yeymiz. Osh bo'lsa to'yib osh yeb olamiz, go'sht bo'lsa to'yib go'sht yeb olamiz. Kaloriya katta, vitamin, mineralli o'zimiz vo. İçimiz va, poychada jon yo'q. Qovog'ini ko'tarib, ko'zni ochib, 10 metr nariga qaralmaymiz. Ishda yuraveramiz. Tushundira oldimmi? İnsoniyatni Alloh taolo nimadan yaratdi? Tuproqdan yaratdi. Har joydan tuproq olib, suv qo'shib, loydan yaratdi. Tuproqda tarkibida nima bor? Minerallar bor, ha? Biz tuproqni olib, suvga solib, choy yeb ichamizmi? Yo'q, ekinlar ekamiz. Ekinlar tuproqdan oziqani oladi. Biz ekinlardan oziq olamiz, ha? To'g'rimi, yo'qmi? Mana eng kichik biriklik hujayra, trillion talab hujayra bor tanamizda. Immunitet o'zi nima? Immunitet mana shu hujayraning sog'lomligiga aytiladi. Hujayralar biriksa to'qimalarni tashkil qiladi. To'qimalar birikib organlar, to'g'rimi? Tabiiy ravishda organlar sistemasi bor. Misol uchun yurak organ bo'lsa, qon aylanish sistemasi. O'pka organ bo'lsa, nafas olish sistemasi. Ko'z organ bo'lsa, ko'rish sistema. Tayanch sistema va bir butun organizm. Tushuntira oldimmi? Shu haqda sizlarga ozroqgina ma'lumot bermoqchiman. Do'stlarni ochib bering, do'stlar aka. Shu haqda sizlarga ozroqgina ma'lumot bermoqchiman, do'stlar. Bugun biz o'tgan oy yaxshi edim, shoy kasal bo'lib qoldim.
Kecha yaxshi edim, shu bugun kasal bo'lib qoldim deb hisoblaymiz, to'g'rimi yo'qmi? Shunday deb 100% hisoblaymiz. Mana shu joyda ozgina biz rahmat, xatoga yo'l qo'yamiz ekan do'stlar. Insonda hujayra bor deb aytyapmiz, a? Hujayra ham oziqlanadi, buni ham og'izchasi bor. Buning ko'rinishi, nomi, shakli har xil bo'ladi, lekin buning ishlashi bir xil bo'ladi do'stlar. 80% suv kerak, 20% oqsil, mineral, amino kislota kerak bo'ladi. To'g'rimi? Hujayralar birikmasini nima dedik boya? To'qimalar birikmasinchi? Organlar sistemasi va organizm. Hamma bir xil. Ya boshqacha odam bormi? Hammada mana shu bir xil ishlaydi, a? Bugun kim mana bu 20% mineralni 20%ligicha bera olyapti? Beryapmiz, foizini keragicha bera olmayapmiz. 3% biz ham past beryapmiz. Misol uchun aytib o'taman. Mana yosh katta yosh insonlar bor, mayli 15 yoshdan past meni bilmas, tushunmas. Biz yoshligimizda pomidor yerdik. Pamadir deydi, Namanganda patinjon deydi. Pomidorni olardik. Bir chidab tishib olib, non botirib yerdik. Pomidorni siqib suvni ichardik, pomidorni archib yedik. To'g'rimi xola? O'sha pomidorda hidi, ta'mi, mazzasi bo'larmidi, yo'qmidi? Necha yil bo'ldi o'sha mazzani bilmaganimizga? Oynam titoy xolamdan. Do'stlar, bitta ozuqa hujayraga yetishmasa bu bitta kasallik desam qo'shilasizmi yo'qmi? Aynan neyrotalamizga kerakli ozuqa shu pomidor tarkibida bor. Aynan hazm sistemi uchun kerakli bo'lgan ozuqa shu pomidor tarkibida bor. Pomidor iste'mol qilmaganimizda ham biz ovqatga qo'shamizmi yo'qmi? Tomatini. Biz buni endi keragicha ola olyapmizmi? 30 yil oldin bir dona pomidordan olgan ozuqani bugun olishimiz uchun 6 kilogramm pomidor yeyishimizga to'g'ri kelyapti. Kim bugun 6 kilogramm pomidor yeyapti, opa? Bormi shunaqalar? U ob'yom bizni ochqozonimizga sig'maydi do'stlar. Tushuntira oldimmi? Yoki bo'lmasa olma yerdik. Olmani hidi bo'lardi 30 yil oldin. Olmaga qurt tushardi. Olma yeb o'tsa birov chaqirib qolsa olmani qo'yardim. Dadam uyda yo'q edi, kechga keladi. Qaytib kelsam olma zanglab qolgan 1 minutda. Musorga tashlaydik, boshqa olma olib yedik. Hozir olmani archib, to'rab qo'yapmiz. Olmani hidi chiqyaptimi? Olma qorayaptimi? 30 yil oldin bir dona olmadan olingan oziqani olish uchun bugun biz 4-5 kilogramm olmayish kerak. Kim har kuni 5 kilo olmayapti? Demak, temir moddasini olmasak, gemoglobin tushib ketyaptimi? Ya'ni shira kamayib qolyaptimi? Qon kam, qon quyuqlashib qolyaptimi? Qolyapti, to'g'rimi? Ha, go'sht yeymiz, temir olish uchun, oqsil olish uchun. Go'sht yegandan keyin biz achchiqqina nimani ichyapmiz? U nimani kesyapti? Nima bo'lyapti endi? Kasallik ko'payyaptimi yo'qmi? Birgina kam qoldi, oqibatida 20 dosh kasallik kelib chiqadi desam, qo'shilasizmi yo'qmi? Oyoq qo'lingizda uyushish, yaxlashlar, boshingiz qizishlari, yuragingiz takillab qolishlari, ishtahangizning yo'qligi, sochingiz to'kilishi, uxlolmasligingiz, uxlasangiz ham miya dam olmasligi nimadan? To'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi? Bir kosa qatiqchi maktabga borib kelardik. Oldin qatiqlar birinchi qoshiqda shunday ichib ko'rsak, bo'lib ketardi. Sho'rtak nordon bo'ladi. Hozir qatiqni ichib ko'ring, shirin. Bir kosa qatiq kim ichyapti har kuni? Icha olmaymiz, shirin. Lekin uni organizm talab qilmaydi. Ya'ni organizm degani tana qabul qilmaydi. Chunki bunga kerakli ozuqa hozirgi olmangizni, hozir sut qatiqingizni tarkibida keragicha yo'q. Bor. Keragicha yo'q. Ya'ni mana bu foizga yetarlicha yo'q do'stlar. 30 yil oldin bir piyola sut qatiq ichib kerakli ozuqani olgan bo'lsa tana, bugun kunga kirib 7-8 litrga to'g'ri kelyapti. Kim har kuni 7-8 litr sut qatiq ichadi? Bir kosa esa qornimiz to'ydi, lekin tanamiz nima qilmadi? To'ymadi. Tabiiy ravishda biz mineral bermayapmiz ekan. Bu immunitet deyilgani. Bu susaydi. Ya'ni qurolning o'qi qolmadi. Endi to'qimada kasallik qarshi bir kurashadimi, yo'qmi? Kurashmaydi. Kurash uchun bunda kerakli xomashyo qolmadi do'stlar. Keragicha yo'q. 80% suv deyapmiz, a? Kim 80% bo'lgan bepul suvni tanasiga beryapti? Beralyapmizmi? Zavtrak, obed, ujin, choy bilan qilyapmizmi, yo'qmi? Choy bilan qilyapmiz. Terimizda, stol ustida, xontaxtdan ustida har doim qaynagan suv turibdimi, yo'qmi?
turibdi, to'g'rimi? Nimaga uyda tuvakkul ekkan bo'lsangiz, sovigan dog' suv, choy quymaysiz tuvakkuligingizga. Yomg'ir yog'sa gulni yomg'irga chiqarib qo'yasiz. Yomg'ir suv berasiz, to'g'rimi? Oqar suv berasiz. Agar gulni dog' suv bilan, sovuq choy bilan parvarishlasangiz, gulingiz nima bo'ladi? Ya'ni so'lish degani erta qarish degani do'stlar. Oziq olmayapti, qarish jarayoni tezlashyapti. Ya'ni immunity tushib ketyapti. Endi tug'ilgan kunga borasiz, gapga, gashtakka borasizlar. Bizga suvni ochyapmizmi bugun? Pepsi Cola'ni ochyapmizmi? Gulga Pepsi Cola qo'yib ko'raylik, nima bo'lar ekan? Energiyasini qo'yib ko'raylik gulga, nima bo'lar ekan? Nima bo'lyapti ekan? Do'stlar, o'zimizga o'zimiz dushmanlik qilmayapmizmi? Tushuntira oldimmi? Ya'ni hujayra keragicha suvni olmadi, mineralni olmadi. Hujayra nozik va nimjon bo'ldi, immunity tushib ketdi. Maktab darsida ham o'tilgan. Hujayra o'zidan keyin hujayra qoldirib, o'zi nobud bo'ladi. Bu endi nimjon hujayra o'zidan keyin qanday hujayra qoldiradi? O'ziga o'xshagan nozigini qoldiradimi? Undan keyinchi. Undan keyin nozik. Bu hujayra kasallanib to'qimaga o'tguncha 3 yildan 5 yilgacha vaqt kerak. Biz ungacha bilmaymiz. Chunki bu kichkina biriklik bo'lgani uchun bunda neyrotolasi yo'q do'stlar. Bu kasallikning yashirin davri deyiladi. Bu jarayon hammada bormi, yo'qmi? Hammada bor, a? Ana endi to'qimaga o'tadi. To'qimaga o'tganda bizda seziladi. Ungacha bizda sezilmaydi. To'qimaga o'tgandan keyin qandaydir ko'nglingiz behuzur, og'riq yo'q, og'riq bo'lganda lanch qandaydir karaxsiz. Bitta achchiqina choy ichib olsangiz, yaxsiz. Bitta erkaklar energiyasi ichib olsak, yigit qizlar 0,5 kolachan urib olsangiz, vachach. Tetikmiz, lekin nima uchun bu holat bo'lyapti? Mana bu yetishmovchida muammo hujayrada edi. Biz achchiq choy, achchiq kofe ichib to'qimada nima qildik? Bloklab qo'ydik. 5 yil, 8 yil deganda bu nimaga o'tadi? Organga o'tadi. Mana shu yergacha bo'lgan jarayon bormi, yo'qmi? Organga o'tganda biz bilamiz. Qanday bilamiz? Qanday bilinadi? Ana endi boshingiz og'riydi. Boshingiz og'risa doktorga borasizmi? Bormaymiz, a? Do'stlar, aptekaga ham bormaymiz, chunki sumkachada ham og'riq qoldirish dori bor, uyda ham og'riq qoldiruvchi bor. Dorini ichsangiz 10 minutda boshingiz og'riyi to'xtaydi. Lekin nima uchun bizni boshimiz og'ridi? Muammo hujayrada, to'qimada, lekin biz og'riq qoldiruvchi dori ichib nima qildik? Organdan blokladik. To'g'rimi, yo'qmi? Xuddi shunday davlaningiz ko'tarilsa, davlana dori ichdingiz, blokladingiz. 8 yil, 12 yil deganda bu sistemaga o'tyapti. Mana shu yergacha bo'lgan jarayon bormi, yo'qmi shu yerda o'tirganlarda? Hammada. Necha yil bo'pti? Lekin birov so'rasa biz nima deymiz? Men sog'lomman deymiz. Lekin kasallik boshlanganiga necha yil bo'pti? Biz doktorga borishimiz uchun 12 yildan 15 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Ungacha tan olmaymiz biz. Og'riq qoldiruvchi mazidan, dorisidan, javuza ukkalidan qilib kun ko'ramiz do'stlar. Tushuntira oldimmi? Endi sistemaga o'tganda sizda qanday paydo bo'ladi? Ana endi davlaningiz 200 ga chiqib ketadi. Dori ichgan bilan davlaningiz endi tushmaydi. Endi tezordan chaqirasiz yoki o'zingiz borasiz. Doktor nima qiladi? 200 dan yuqori bo'lsa, kindigingizdan ukkal urib bo'lsa ham davlaningizni tushiradi yo tushira olmaydimi? Bizda tibbiyot juda kuchli ishlaydi. Tibbiyot xodimlari ham kuchli ishlaydi. Sizni davlaningizni tushiradi. Birinchi tibbiy yordamni a'lo darajada ko'rsatadi. To'g'rimi, yo'qmi? Ko'rsatyapti. Faqat biz vaqtida bormayapmiz. Xo'p, davlaningizni ukolirib tushirdi. Yana qaytib davlana ko'tariladimi, yo'qmi? Aynan, yana tushirib beradi. Qon so'ldiruvchi, davladori tinchlantiruvchi beradi. Bu sizda davlaningizni yo'qotmaydi do'stlar. Bu sizda insult, infarkt olmay turishingiz uchun tinchlantirib turadi. Zirangiz xira bo'lsa, tekshirib ko'radi. Ko'zonak tavsiya qilinadi. Lekin nima uchun bo'layapti bu kasalliklar? Muammo qayerda? Bu yoqda. Lekin bizdan nima qilyapmiz? Sistemada bo'lanadi. Chunki tibbiyot xodimlari birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak.
Mana bu bilan ishlamaydi yo ishlaydimi? Ildizidan emas, ular mana bu yerga bo'lgan ishni a'lo darajada qilyapti, do'stlar. Tushuntiryapman mana. Sahringiz paydo bo'lsa, sahr dori, kuch yetmasa insulin. Butun umr olasiz. Davlinaga davolangan 10 yildan beri davlinaga davolanib kelyaptimi, yo'qmi? Oyoq og'riga davolangan 10 yildan beri oyoq og'riga davolanyaptimi, yo'qmi? Davolanyapti, chunki biz buloqlatish bilan avvarayu sarsonmiz. Daraxtning ildizi quravergandan keyin, unga oziqa bormagandan keyin siz u daraxt shoxini, bargini parvarish qilsangiz ham u daraxt baribir quraveradi, do'stlar. Doktor davolamaydi emas, yotsangiz davolaydi, do'stlar. Uzog'i 10 kun, 10 kundan oshiq davolamaydi. Sizga garmon beradi. To'g'rimi? Ukka oldiradi, kapinisa qo'yadi, tabletka beradi. Bular ximikatmi? Ximikat hujayra qabul qilmaydi. Shuning uchun ham tabiiy narsa yeng, tabiiy narsa iching. Lekin biz nima qilamiz? Lavash bilan kola yaxshi ketadi baribir. Ha? Shunday qilamiz, do'stlar, ximikatni ham qabul qilmaydi, ukkol dorini qabul qilmaydi, chunki bundagi vitamin minerallar ham ximikatlashganligi uchun qabul qilmaydi. Ikkinchi navbatda ximikatning formulasi hujayrani og'zidan emas, hujayrani o'zidan bir necha barobar katta bo'ladi bu. Kira olmaydi. Tashqarisidan bloklaydi. Davolanib chiqqaningizdan keyin peshob qilasizmi? Tabiiy ravishda terlaysizmi? Tanangizdan chiqib ketadi. Yana o'sha kasalligicha qolaveradi. Lekin yoshligingizda yarimta pilsin olsangiz yaxshi bo'lib ketgansiz. Nimaga? Tabiatdan kerakli ozuqani keragicha olganligingiz uchun bu blok bir oyda ketguncha tanani o'zi kasal yengib olgan. Hozir immunitet past, buni bloklayapmiz, lekin immunitet ko'tarish uchun tabiatdan kerakli ozuqa berayotganimiz yo'q. Mana bu haqida ma'lumotga ega emasmiz, buni ichmayapmiz. Kasallik undan battar holatda bo'lib qolyapti blok ketgandan keyin. To'g'ri aytyapmanmi, noto'g'ri aytyapmanmi? Xuddi shu turishda davolanib kelyapmiz. Tushuntirib oldimmi? Ana endi bizni qiladigan ishimiz nima bo'layapti? Mana bu 80% suv. Buni necha gradus issiqlikda ichish kerak? Necha mahal ichish kerak? Qanday tartibda ichish kerak? 3 soat suv ichmasdan turib, bir kuchga suvni olib ko'tarib yuborish kerak. Do'stlar, ro'zadorlar ham abdish bilan, choy bilan og'iz ochmaydi. Tirik suv bilan ichadi. O'tirib iching, o'ng qo'lda iching, ho'plab iching. Ertalabdan kechgacha suv ichmagansiz. Nimaga bir kosa suvni bir ko'tarib ichib qo'ymaysiz? 3 marta ho'plab sherigingizni uzatasiz yoki 3 marta ho'plab pastga qo'yasiz. Suvni ichish tartibi bor, do'stlar. Bu hujayraga kirib, yuvib, tozalab beradi. Toksinlardan, shlaklardan, kerassizlardan, cho'kmalardan tozalab beradigan narsa suv. 80% suvni siz aytganday ichsam sog'lom bo'lib ketaman, shunday xasiyam deydi. Ko'pchilik shunday savol beradi. Aylanib ketadi, to'ppa-to'g'ri deb qo'yaman. Nima deysiz? Do'stlar, 20% mineral, 80% suvda ishlaydigan narsa hisoblanadi. Gul eksangiz ham tuproqni o'ziga ekmaysiz, ha? Qum aralashtirasiz, zichligi oshib ketmasligi uchun, chirinda aralashtirasiz, go'ng aralashtirasiz, namlik saqlansin deb. Bu namlikni saqlaydi. Bu tabiiy bo'lganligi uchun, mahsulotimiz 100% tabiiylik uchun buni hujayra qabul qilyapti. Ikkinchidan bu nano texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Nano texnologiya degani tabiiyligini yo'qotmasdan, hujayradan emas, hujayrani og'izchasidan bir necha barobar kichik bo'lganligi uchun ham buni hujayra qabul qilyapti. Bemalol hujayraga kirib, ichidan to'yintirib kasallikni ildizidan bartaraf qilib bera olyapti. Ya'ni tanaga keragicha suvini berdik kerakli vaqtda, keragicha mineralni berdik. Bu hujayra sog'lom bo'ladimi, yo'qmi? 50 trillion talab hujayra bor tanamizda. Trillion talab hujayra sog'lom bo'lsa, hamma sog'lom hujayrani tug'adimi? Hujayralar sog'lom bo'lsa, buning birikmasi bo'lgan to'qimalarimiz sog'lom bo'ladimi, yo'qmi? To'qimalar sog'lom bo'lsa, uning organlari-chi? Organlarimiz sog'lom bo'lsa, sistema-chi? Ko'zimiz sog'lom bo'lsa, ko'rishimiz ham yaxshilanadimi? Demak, insoniyat faqat bizga 6 oy vaqt kerak, do'stlar. 10 kun davolanib biz yaxshi bo'lib qolmaymiz. Deylik, kamqonlik bugun hammada bor. Temir bilan kalsiy yetishmaydi. 5 kun, 10 kun qoplab temir bilan kalsiy berganim bilan tana to'yinib qolmaydi. Bu keragichani oladi, xolos ortig'ini ola olmaydi. Tushuntirib oldimmi? Unga vaqt kerak. Misol uchun bozordan mol olib keldim 10 millionga. Uni men 40 millionlik sotmoqchiman. 300 kilodan yem bersam ham boyagi molim semirib qolmaydi 10 kun ichida. Lekin 4 kilodan yem bersam ham 6 oy bersamchi
suxingiz tegadigan darajada, nazar tegadigan darajada chiroyli o'zgaradimi, yo'qmi? Organizm o'zgarishi uchun bizga vaqt kerak. Shuning uchun mahsulot bir kishining 6 oylik sog'lomlashtirish dasturi hisoblanadi. Tushuntirib oldimmi? Bizda qo'shimcha mahsulotlar bor. Ana endi kasallik necha yilda kelib chiqdi bizda? Necha yilda murojaat qilyapmiz? Demak, bizda kasallik bir donami yo yondosh kasalliklar ham bormi? Yondosh kasalliklar ham bor. Mana shuni bilgan holatda biz beauty mahsulotlardan iste'mol qilishimiz kerak. Bugun yurak qon tomir kasalliklari 10 ta odamda 8 tasida bor desam qo'shilasizmi, yo'qmi? Kamqonlik ham bor, to'g'rimi? Demak, qo'shimcha ravishda biz super omega degan mahsulotimizni qo'shib ichadigan bo'lsak, yurak qon tomir kasalligi siz necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar bezovta qilmaydi. Yaqinda onam anasi topshirdi. Buni ikkiga qilibdi doktorlar. Yosh kelinchakni yuragi degan debdi. Onam xursand. Mashalloh. Onamga xursand bo'lganimda yana bir karga yurib olibman. Ona iching. Siz sog'lom bo'lsangiz, siz duo bersangiz zo'r dedim. Allohga shukr, o'zim ham ichaman. Cho'g'aman mahsulotlarni. Ha, sumkamda turibdi. O'zim hozir ham ichaman. Farzandlarim ham ichadi. Mana biz yoshligingizni eslang, kasal bo'lmasdan deyarli katta bo'lganmiz-a. Hozir nevaralaringiz-chi? Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart bir noqil istimalab kasal bo'lmadimi? Bering, xuddi siz yoshligingizdek kasal bo'lmay katta bo'ladi. Borib oyog'idan qorda yursa ham kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lsa ham o'tib ketadi. Bir istimalab. Allohga shukr, biz bola chaqamizga qaramaydigan darajaga keldik. Shuni ichyapti zo'r. Bizda Shifo bolajon degan klinika bor. Shifo bolajonga bittasini yaxshi qilsangiz, bunisiga yo'qadi, bunisini yaxshi qilsangiz, bunisiga uchini ham yaxshi qilib bog'chaga bersangiz, yana bog'chadan yuqtirib keladi. Allohga shukr. Shu mahsulotni taniganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa, doktor esdan chiqqan bo'lsam kerak. 3 yildan beri doktor meni ko'rgani yo'q. Men yutyapmanmi, yutqizyapmanmi? Yaqinda bir yigit otasini olib keldi. Otasini, onasini hurmat qilgan insonlar juda yaxshi ko'raman. 3-chi ofisim Qarshida qo'ltiqlab olib chiqdi. Aviasiyada ishlayman aka dedi. Otasini qo'ltiqlab olib chiqdi. Prostata muammosi bor ekan. Har 20 minutda hojatxonaga kirib chiqaman deyapti. Men oldimda o'tirganda ham kirib chiqyapti. Bir amallab yuryapti, qiynalyapti. Savob deydi, qopsiz, qo'ltiqlab bo'lsa ham olib kelibsiz. Ichsa baraka topasiz dedim. Mahsulot berdik. Boyagi buva bir oydan keyin o'zi keladigan bo'ldi. O'zi chiqib tushdi. Har doim ko'rikka chaqiraman. Yana 10 kundan keyin keldi. Yana tushib, "Ha, qayerga ketyapsiz? Gaplashmadik-ku." dedi. "Charchamay, dam olmay chiqdim" dedi. Yana bir tushib chiqay deb yana tushib chiqyapti. 2 oyda zinadan 3-chi 4 marta tushib chiqadigan bo'ldi. O'zini o'zi legorif qilyapti. Hojatxonaga 2 soatdan oshiqda boryapman deydi. Pillaga olib kelingan o'tinni 2 tilitkasini chopib, uyga taxlab qo'ydim deydi. Qo'shnilar deydi. Qaynsing'illarim hayron deydi. Zo'rmi? Duo qiladimi, yo'qmi? Savobmi, gunohmi? Bitta qizchaga berdik. Yiqilgan bo'lgan ekan shekilli yoshligida. 6-sinfligida miya o'chgan. Qo'liga yeydigan narsa bersangiz, uni yeyish ichishkilarni bilmaydi. Jinn bo'lib qolgan. Tushunyapsiz? Yaxshi bo'ladi desam, mayda seminarga kelgan. Keyin ayoli, keyin onasi keldi, bolani onasi bilan gaplashsam, qizchani onasi bilan gaplashsam, shunaqa onani olib bergisi keladi, onada u bola uchun hamma narsaga tayyor. Otasi tirjayib turgandan bildim, balani o'qiyapsan deyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, olib bering. Ichiring dedim, to'xtatmasangiz bo'ldi dedik. 2 oyda boydagi qiz xiyoli joyiga kelib, qo'shiq yotib, qo'shiq aytadigan holatga keldi. 25 yoshga kirgan ekan u qiz. Faqat miyasi o'sha 6-sinfdan uyg'ondi. O'shandan buyoqdagi gaplarni ham odamlardan tanimaydi. O'sha 6-sinfdan uyoqdagi ovozni ham taniydi, ismni ham, yuzni ham eslaydi, taniydi. O'sha 6-sinfdan uyg'ondi, do'stlar. Natijami yo'qmi? Men o'zim ham prosta shokda qoldim. Tushuntirib oldimmi? Bugun bilib bilmasdan 3,5 mingdan oshiq insonni sog'ayishiga, hayoti o'zgarishiga sababchi insonga aylanib qoldik. Avvalambor Xudo, hech kim Xudodan ustun emas. 300 ga yaqin bepishlikdan natijali xola. Kalsi qizingiz, kalsi o'g'lingizni ko'tarib kelsa, ko'zimga yosh kelib ketadi. O'zimni qo'yarga joy topolmay qolaman. Ertalab chatlar qilsak, darslar qilsak, ko'plarning nachasini eshita olmayman. Bilmayman, beixtiyor ko'zimdan yosh keladi. Menimcha o'sha
qilgan ishim ya to'g'ri yo'ldaligimdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu yo'ldan ketayotgan bo'lsam, to'g'rimi, noto'g'rimi? Shu yo'ldan yuraymi, qaytaymi? Yursam qo'shilasizlarmi? Birga yuramizmi? Baribir ko'pchilik yursak boshqacha-da. Va do'stlar, bilib bilmasdan buni orqasida biznes bo'lish mumkinligini men tushunmaganman. Mahsulot olishim kerak, otam pasporti yo'q menda. O'zim pasportimni olsam bo'lamasam bo'ladi dedi. O'zimga mahsulot berdi. Men bilmayman, mahsulot orqasida 3 ta imkoniyat bo'lar ekan. Birinchi imkoniyatni mahsulot ichib, sog'ligingizni tiklab, har doim ishingizni qilib yuravering. Ikkinchi imkoniyat, mahsulotni butun umr bepul olib yursangiz ham bo'laverar ekan. Buni zarari yo'q ekan. Doim sog'lom, ko'rkam, ko'rinishga ega bo'lib yuraver ekansiz, kayfiyat zo'r. Soat uxlasangiz uyquga to'yapsiz, yesangiz ishtaha zo'r, to'yga borsangiz kayfiyat zo'r, o'ynab o'ynamagan odamman bor-ku. Va shu o'ynamaganman. Lekin bu davraga kim o'ynaydigan bo'lib qoldim. Bu mahsulot ilohiy deydi, ilohiyligicha bor ekan. Chana ikkita qiz qo'limdan tortsa, bittasi orqamdan ittarardi. Qarsak chalib, davran u tomoniga o'tib ketadigan odam o'ynaydigan bo'lib qoldim. Bu mahsulot meni o'ynatib qo'ydi. Iching, bugun men gapirdim. 2 oydan keyin siz gapirasiz. Sizlarni taklif qilgan mahsulot ichganlardan so'rab ko'rsangiz, to'xtamay gapirib qolyaptimi? Ular xohlab gapirayotgan-yu, bu gapirtiryapti. Uni siri bor. Buni olmish xil minerali bor, bu gapirtiradigan joyi ham bor-da. Nimaga? Ich qotishiga ichuvdim-ku, gemorayim ham ketdi, jinish shamolashim ham ketdi, miyomim ham ketdi. Deydi, boshim aylanishi ham ketdi deb gapirishni boshlaydi. Chunki mahsulot haqiqatan zo'r. Buni orqasidan boy bo'lish imkoniyatim bor ekan. Ustozim menga bitta narsani aytgan. Agar mana shu qozonda qaynasangiz 3 yilda dedi. 3 yilda 7 avlodingiz ko'rmagan mamlakatlarni siz ko'rasiz dedi. Yiliga 4-5 tadan sayohat beryapti. Allohga shukr. 7 avlodingiz olmaydigan oylikni olasiz dedi. Ya, endisi bekor o'tdim. Chunki men tushunmayman orqasi imkoniyatini. Allohga shukr o'sha oylikni beryapti. Va shaxs sifatida shakllangani siz bo'lasiz dedi. Ha, unisi bekor, men kitob o'qimasam, kitob o'qishni bilmasam deganman. Va bilib bilmasdan nima boshlandi bizda? Biznesiga kirib qoldim do'stlar. Ya'ni siz sog'ligingiz uchun yoki yaqinlaringiz sog'ligi uchun bir korobka mahsulot xarid qildingiz. Siz bir korobka mahsulot oldingiz. Sizga internet magazin ochiladi. To'g'ridan turib bir korobka mahsulotni bitta pasportingizga olasiz. 2 ta olishni iloji yo'q. Bu kompaniya o'zini o'zi himoya qilgan. Buni padelkasi, soxtasi yo'q, chiqmasligi uchun ham hujjatingizga bitta beradi. Shuning uchun ham 6 oylik solmash dastur hisobida chiqarib qo'yibdi. Sizga klubning nomer beriladi. Keyin nomer deymiz. 7 ta logo boradi. Bu parola orqali o'zingiz tarmog'ingizni o'zi ko'rib turasiz. Kimdan keyin kim turibdi, kimni qo'ygansiz. Sizga Beverly Bank ochib beriladi. Beverly Bank internet kashalog har hafta dushanba kuni pul olasiz. Bugun dushanbami? Esimiz keldi. Qarasak pul yaxshi-da. Tabi pul yaxshi, ha? Har dushanba pul tushadi, oyni har birinchi saskina pul tushadi. 3 kun o'qitib o'rgatamiz. O'qituv tizimi bor. 3 kun 10 varaq narsa bo'lar ekan. Mana shu 3 kunlik bilim meni hayotimda 90 gradusga shuni o'zgartirib qo'ydi. Sizni maqsadingizni aniqlab olamiz. Maqsad, orzu, xom xayol. Tushuntirdimmi? Rejalashtirilgan orzu maqsad deyiladi. Sizni maqsadingizni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. 300 tadan kam bo'lmagan ismlar ro'yxati, uning ichidan 40 ta qaynog'ini ajratib olamiz. Mana shu 40 ta inson bilan biz ko'rishimiz uchun men bilan nechta kunda ko'rishtira olasiz? 40 ta tanishingizni, eng yaqinlaringizni 40 kishini. Taxminan 40 ta insoningiz bilan qanchada ko'rishsam bo'ladi? Siz bilan birga ishlayman desam. Bir haftadir, 5 kundir, 4 kundir, 10 kundir, 15 kundir, mumkinmi yo'qmi? 40 ta tanishingiz bilan shunchaki shu loyiha bilan tanishtirishimizga. Mana shuni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Kompaniya 3 xil daromad beradi. Birinchisi shaxsiy taklif. Bitta insonni taklif qilsangiz
$30 dushanba kuni bor. Agar kasali jiddiy bo'lib qo'shimcha mahsulot oladigan bo'lsa, $120, $150 dushanba kuni kashalagingizga ting esimizda tushib turibdi-da. Ikkinchisi binar ko'rinishda kichik bonusda beradi. Juftlik tariqasida. Uchinchisi katta bonusda beradi. Katta bonus pagonga, ya'ni zvanaga berib boradi. Tushunsa, kvalifikatsiyaga berib boradi. Kompaniya kamida $67, ko'pida $15,000 beryapti. $15,000 pensiya bor ekan, xola. Pensiya berar ekan. Ustozlarim pensiyaga chiqib ketdi. Xudo xolasa shu ustozlarim shogirdi bo'lsam, men ham chiqaman, oz qoldi. Shunday deyishyapti, chinovi. Tushundira oldimmi? Shaxs talab tushundingiz. Siz kimni talab qilgan bo'lsangiz, $30 bu yerdan oladigan bo'lsa, $120, $150 dushanba kuni olasiz. Kichik bonus binar ko'rinishda tarmoqda 2 ga ajratadi. O'ng va chap tarmoqdan beradi. Mahsulotni oldingiz, ichdingiz, haqiqatan zo'r natija oldingiz. Men maqtaganimdan ham zo'r natija oldingiz. Kimga aytasiz birinchi bo'lib? Yaqiningizga aytasiz. Ayollar aytadi-ki, birinchi erim boy bo'lsin, qolganlar sekin-sekin boy bo'lsin deydi. Birinchi o'zingiznikiga aytasiz. Kimga? Kimdir farzandiga, kimdir turmush o'rtog'iga, kimdir opasiga, kimdir singlisiga. Men buni tushunmaganman. Men onamga berdim. Keyin turmush o'rtog'imga berdim. Tushundira oldimmi? Mana shu holatga kelganda, mana bu uchun $30 dushanba kuni tushar ekan. Mana bu uchun $30 dushanba kuni tushadi. Ikkalasi tenglashganligi uchun 6 oylik shartnoma imzolanadi siz bilan to'g'ridan-to'g'ri va $42 daromad kelar ekan. 30 necha dollar bo'lyapti? $60 ha? 42 bilan qancha bo'ldi? $102. Yaxshi pulmi, yomon pulmi, xola? Yaxshi pul, ha? Berishni boshladi shuni. Demak, birinchi oyda turmush o'rtog'im bilan onam paydo bo'ldi, to'g'rimi? Ikkinchi oy boshlandi. Ana endi onam bilan turmush o'rtog'im ham yaxshi bo'lsa, ular ham ikkitadan inson ta'lif qila oladimi, yo'qmi? Ha? Yo'q. Nima ushmay qoldi? Demak, ular ham nima qiladi? Bir oyda o'zi olgan narsani ikkitadan yaqiniga aytib, taklif qildi. Ular ham hamkor bo'ladigan bo'lsa, ikkitadan bo'lar ekan. 3-oyda bular ham ikkitadan insonga taklif qilsa, nechtadan bo'ladi? 4-oydachi? 5-oydachi? 16ga 16 bo'lyapti. 6-oydachi? 32ga 32 ta bo'lyapti. Nechta inson taklif qildi? Shu tushuntirganim bo'yicha. Bor yo'g'i 2 ta inson taklif qildingiz. Ko'pchilik aytadi-da, menga 64 ta inson taklif qildim. Siz 2 ta insonni taklif qildingiz va 2 ta inson ham siz qilgan ishni qilishini nazorat qildingiz. O'qituv 3 kunlik o'qituv tizimi orqali. Demak, 7-oy boshlandi. 32 tadan 2 tadan inson taklif qilsa nechtadan bo'ladi? 64 tadan bo'ladi. 8-oydachi? 128 ga 128 ta bo'ladi. 9-oydachi? 256 ga 256 ta bo'ladi. 10-oydachi? 512 ga 512 ta bo'ladi. Men nechta insonga taklif qildim? 2 ta insonga taklif qildim, do'stlar. Va har bir juftlik uchun daromad berib boradi. Oxirgi oy nechta bo'pti? 512 ni ko'paytiramiz. Agar siz 42 ga ko'paytirsangiz, passivni dohoti boy berdi. Davlat ishida bir oy hech qayerga ishlamasangiz, o'zi umuman biron joyda ishlayapsiz. Bir oy ishlamasangiz sizga pul beradimi? 2 oy ishlamasangiz-chi?
Ya'ni u aktiv dohot. Siz borsangiz pul bor, bormasangiz pul yo'q. Bu yerda passiv dohot bor ekan. Siz bir oy mehnat qilsangiz, 6 oygacha bora olmasangiz ham sizga pul to'lab turaman. Ya'ni bir oy qilgan mehnating uchun deyapti, 6 oy haq beraman deyapti. Agar siz mana shu oy, shu bugun ishni boshlab, shu oy tugaguncha $1000 oylikka chiqsangiz, 6 oy $1000 berib turaman deyapti. Agar $10,000 ga chiqsang, $10,000 olasan deyapti. $100 ga chiqsang, $100, ya'ni mehnatingga yarasha haq to'layman deyapti. Mana shu passiv dohotni tushunganlik uchun shu yerda qoldi. 42 ga ko'paytsam katta summa chiqib ketadi. Jupiga $7 dan haq beryapti. Ana shu $7 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiring qani, konkalarga qancha bo'lar ekan? To'g'rimi? Buni endi 12 mingga ko'paytiring, qancha bo'lar ekan? $43 million pulda xullas. Mana shu pul kelib chiqadi do'stlar. 43 million yarmi qancha bo'ladi? Ha? 21 yarim. 10 yarmi qancha bo'ladi? 11 million. 10 yarmi qancha bo'ladi? 10 yarmi qancha bo'ladi? Tushuntiryapsan, har oy pul olyapsiz, men sizga faqat oxirgi oyda hisoblab beryapman. Tushuntiryapsiz? Ya'ni 12 oylik chiqarishim mumkin. Men o'zim kelgancha bo'lgan joyda ko'rsatib beryapman. Hozir daromad beryapti. Men bu jarayonga chiqdim. Shogirdim ham shu jarayonga chiqdi-da. U shogirdim kim? Turmush o'rtog'im ham shu jarayonga chiqib o'tiribdi-da. Mazza ekan, berar ekan, beryapti. Tushuntira oldimmi? Ana endi 3-bonus bor. Bu tenglashuvdan olamiz, ya'ni kichik bonus tushundik-a, binardan, juftlikdan beryapti. Har bir tenglashuvingizga pul beryapti. Endi katta bonus bor. 8 ga 8 bo'lsang deyapti, bronza komandalar bo'lasiz. Bronzadan znachoq beriladi, e'tirofda bo'lasiz. Toshkent sanasi taqdirlanasiz. Bronza komandaning lideri bo'lasiz. Ya'ni sizda 16 ta inson bor. O'sha komandaning liderisiz siz degani. Bu degani bepul iste'molchiga aylandingiz. Mahsulot olgan bo'lsangiz 3-4 barobar foydaga chiqdingiz siz. Yutdingizmi, yutqizingizmi? Men 20 kunda shaxsiy bronza chiqarib, o'zim bronza komanda lideri bo'ldim. 20 kunda qildim shu ishni. 20 kunda bitta insonni bepul iste'molchiga aylantirdim, o'zim esa otamga olgan mahsulot pulini chiqarib oldim. Tushuntira oldim sizlarga. Yutdimmi, yutqizdimmi? Yetdi zo'r ekan. Yana bepul iste'molchilar sonini ko'paytiraman dedim. 50 ga 50 kumush komanda bo'lasiz. 50 son yo'q, 32 bilan 64 o'rtasiga chizayapman. 3 oyda kumush komanda lideri bo'ldim. Oyligim 5 milliondan oshdi 3 oyda. 5 milliondan oshiq oylik daromad, oylik daromaddan tashqari kompaniya nima berdi menga? Sayohat berdi. Dubayga borib keling bir dedi, bepul dedi. Samolyotdan bepul, mehmonxona kamida 5 yulduz mehmon dam olasiz dedi. Sayohat ketishimni bilgandan keyin menga ishonmaydigan xotinim bor-ku. Sayohat ketyapsizmi dadasi? Ha, ketyapman dedim. Meni ham olib keting dedi. Seni olib ketgan pulim yo'q dedim. Nima qilsam boraman dedi. Seni men bu yerga qo'yib ketganman-ku, bir tomoning 50 ta bo'lgan, mana tomoning shundagina 50 ta qilsang dedim, seni ham olib ketaman, bepul borasan dedim. 2 oyda xotinim sayohat yutib, asl qilgan men bilan sayohatga ketdi. Qolib ketmadi, bir mazza qilishimga yo'l qo'ymadi-da. O'rmonga o'tim bilan ketdik. 7 oyda 120 ga 120 bo'ldim. 7 oyda qildim bu ishni. 120 oltin komanda lideri. Oyligim 15 million oshib qo'yibdi. 15 million oshib oylik daromad oldim. Oylik daromad ham mayli. Birinchi avtomashina yutib qo'yibman. Birinchi avtomashina Lada Granta oling yoki $8,000 oling dedi. Men $8,000 pulimni oldim. Oyligimni qo'shdim, yangi Cobalt berdi. 5 oydan beri minmagan Cobalt'imni shu bugun minib keldim. 5 oydan beri minilgan yo'q, chang bosib yotibdi. Akkumulyatorni uzib qo'ygan edik, shunday kalcham borasak yonyapti. Akkumulyatorni uladik, minib keldik, Allohga shukr. Gechinglatib minib yuribmiz hozir. Dunyo topganday bo'lganman bor. O'zi Cobalt yuribman, yonimdagi Cobaltlar tikaday ko'rinadi ko'zimga. Shunaqa energiya berdi. Agar ish degani shu bo'lsa, jigani sug'ura olaman deganman bor. Shunaqa yondim, maza qildim bor. Chunki rabochiy mashina minganman. Men salondan yangi mashina chiqarishni men tasavvur qilmagan bo'laman.
Kasalchilik bor joyda pul bo'lmaydi do'stlar. Men pensiyaga chiqib taksichilik qilganman 1,5 yil. Lisenziya qilib. Va 2 yilda platina komanda lideri bo'ldim. Platina komanda liderining oyligi 30 million oshib ketar ekan. Keryapti. 30 million oylikdan tashqari kompaniya ikkinchi mashinani oling deydi. Qanaqa mashina? Honda Elantra. Honda Elantra olmasamchi 20 ming dollar beraman dedi. 20 ming dollar berdi do'stlar. 2 yanvar kuni 20 ming dollar chotimga tushdi. 2 mart kuni 8 martga sovg'a deb xotinimga ham 20 ming dollar tushdi. U ham platina bo'ldi. Er xotin platina komandiri bo'lib, platinadan значок taqdi. Do'stlar, shu oylikka qo'shib, mana shu pulni bersa, mana buni bersa, mana unaqangi sayohatlar bersa, shu biznesni qilganim yaxshimi, qilmaganim yaxshimi? Kecha vodiyga bordim. Bir iste'molchini ko'rib shunday chiqib desam, bir ayol issiqda, soat 2 da bolasini ko'tarib kelyapti issiqda. Allohning ishini qarang. 3 yil oldin bepishlikka natija berib, 13 yillik bepishlik natija olganman. O'sha ayol bolasini ko'tarib, "Kalsi tog'aga" deydi. Bola uxlab qolib ko'tarib kelyapti, 2 ga kirgan bolachani. Mashalloh, Bag'dod rayonida. Mazza qilasizmi, yo'qmi? Do'stlar, natijani ko'rganda shunaqa quvonaman. Turmush o'rtog'im platina bo'ldi. 20 ming dollarni oldimi? Onam sayohat etdi. 10 ming dollar oylik olyapti. Zo'rmi? Oyligini bersangiz qanday duo qiladi? 1000 dollar olsa? Allohga shukr. Oltin olma, duo ol. Duo oltin emasmi? Uyanmayli. Qaynamda operatsiyada yuragini 8 ming dollar pul so'radi. Ukam andin turan tugatgan vrach. Mana bu yerda qaynam bor. Xotinim enasini qo'yganmiz. Enasiga maslahat olib bergan bo'lganmiz. 8 ming dollar operatsiya admin bo'ldi. Shu maqsad chiqqandan keyin 4 oydan keyin operatsiya admin bo'ldi. Shu mahsulotdan keyin. Hozir qaynam 1000 dollardan oshiq oylik daromad olyapti. U ham kumush komanda lideri bo'lgan. Hozir yaqinda oltin soni o'tib ketgan oyligini o'yatdi bular. Qanday bo'ldi bu? Ya'ni Zolotoy Mestezda bo'ladigan bo'lsa juda zo'r bo'lar ekan. Va hokazo. Byuti loyihasida ham bormiz. Har hafta o'ldim deganda 4 tonsa maqsad xarid qiladigan bo'lsa qanchadan pul tushyapti? 5 million oshiq tushyapti haftasiga. Onamda ham dugonasi bormi? Yurak kasali bo'lgan? Ular ham ichyaptimi? Bolam meni haftalik pulim tushmabdimi ekan? Qarag'ani deb qo'ya. Ha desam, deysiz. Dugonamga bir o'zim nomimni bitta gashta qilib beray deydi. Dugonam sog'indim deydi. Mana shu ishni biz qisqa muddatda qilibmiz. Bu biznesda biz aqlimizni ishlatmaymiz. Men ustozim o'qi dedi, o'qidim. Valyologani 3 marta o'qib chiqdim. Olib chiqaman dedim. Nimada qolibdi? So'ngamda qolib ketdi hujjatim. Valyologani 3 marta o'qidim. Chunki insonlar sog'lik bilan ishlaymiz. Agar kim bugun to'lov qiladigan bo'lsa, guruhingizga qo'shiladi. Kim taklif qilgan bo'lsa, aytsangiz o'sha guruhga qo'shadi. Va o'sha guruhda vrachlar sizni nazorat qiladi. Bugungi tadbir, seminar sizga yoqdimi? Kimga yoqdi bugungi tadbir? Hamkor bo'ladigan bo'lsangiz, iste'molchi bo'ladigan bo'lsangiz, inshaalloh keyingi hafta shu bugun 17:00 da yana seminar bo'ladi. Xudo xolasa olib keling. Yana shu yerda seminar bo'ladi. Aynan shu seminarga kimingizdir olib kelgingiz, kimingizdir ham eshitishni xohladingizmi, yo'qmi? Xohladingizmi? Mana xolajon 3 ta pecha turilgan 3 marta valorgan o'qib tugatdim. Allohimga shukr. Ustozlarimning duosi bilan ustozlarimning etagini mahkam tutuvdim. Ular aytganini qildim. Kam bo'lmadim. Xudo xolasa sizlar ham kam bo'lmangizlar. Kimni eshitishni xohlagan bo'lsangiz, kimni sog'lom bo'lishini, kimni shunday bo'lishini xohlagan bo'lsangiz, keyingi hafta xuddi shu bugun
mana shu joyga ikkitadan tanishingiz olib keladigan bo'lsangiz, inshaalloh men tomonidan seminar o'tadi. Sog'lom tanda, sog'lom aql deydi do'stlar. Cho'qqalada ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.